أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. Allah Teala şuna deydi. Hiç qanday bir günah bir narsa kerak bo'lmaydi sizlarga. Anda bir ishdiki sizlar, anda bir narsadiki sizlar daratma qildinglar, ishorat qildinglar, sizlar o narsani mana ayollarga, ya'ni ayollarga loyiq bo'lishdan, gap qilishdan sizlar shu to'g'ri qildinglar, ya'ni daratmalab, ya'ni ishorat bunday gap qilsanglar, iddat tutayotgan, eri o'lib ketgan mushtaq ayollarga hech qanday gunoh bo'lmaydi. Yoki sizlar o'z nafsingizda o'zingizlar bu ishni yushidinglar. Bunda qilsanglar hech qanday vaqt o'zida gunohkor bo'lmaydi. Gunohkor bo'lmaysizlar. Alloh taolo shuniki jazman o ayollarning gapini qilganligini Alloh bildi. Lekin sizlar o ayollarga yushirin holatda, ya'ni nikohniki gapini qilishmanglar. Uch qashqari. Lekin shuki degaysa qavli ma'ruf. Ya'ni tunishliq ma'lum bo'lgan bir gapni desanglar, o'changizda bu ayollarga o'dirish. Va kaskin iroda qilmanglar. Nikohni degan narsa chigishni, mana bu nikoh iddatni ishi to'g'ri ayollarga hattoki yetkay mana kitob, ya'ni iddatniki muddati o'ziniki vaqtiga yetgan qadar, tugagan qadar her gün şu undaq bir men cazmen alaman deb, u nikoh qilaman deb, uni nikoh qilishni qilmanglar. Bilinglar shuniki cazmen Alloh taolo sizniki nafsingniki narsa bilib turdi. Va unda o'g'andikin Alloh taolodan siz hazar aylanglar. Bilinglar shuniki cazmen Alloh mag'firat qiluvchidir ham halimdir. Buni bilinglar deydi Alloh taolo. Hem de yukarı ayetin üzerinde, meni aldığım dersimizin üzerinde, meni bir ayalniki meni yer ülüp kesse, kandak kıldığanlığınki üstüde çok toxtaldık. Toxtalıp şu yerinki hak olgan, meni o karlık tutuş, 4 ay 10 gün tutuş, 4 ay 10 gün öz nefsine hiç kanda bir erge, meni kesimi onu erktegimden de onda kılışkı çok bolmaydıqanlığının üzerinde toxtalgandık. Hem de toxtalgandayken, şu 4 ay 10 günün içinde, ma ayeti deydi Allah Teala, sizler şu ayollarning o'ziga, ya'ni daratmalik, ya'ni ishorat bir shakldagi o'zida sizning qilsan o yerda gap yo'q qilsan. Gap qandiki, buningdan uchun hech qanday bo'lmaydi, gunohkor bo'lmaydi deb bu oyatning o'zida mush gapni deydi. Ya'ni sizga anda bir nimasiki ta'riz qildinglar. Ta'riz qildinglar degani, ya'ni imom Suyuti rahmetullah alayhiniki lav nima sizlar bunuga daratmak çok qildinglar. Bunuga ya'ni nim qildinglar? İşaret çok qildinglar. Laha yaluhu, ya'ni lavhtum, ya'ni lavhtum degan gap. Unda o'g'andikin laha yaluhu nim qildi, ishorat qildi degan gap. Talvih degan nim bo'ladi, o ishorat qancha gap çok bo'ladi. Unda olgan mushu gapniki o'zida siz mushtaqni qildinglar, daratmalab, ishorat qilib, boshqa gap çok qildinglar. Gap qilgan vaqt o'zida bunida hech qanday bir shar'iy tarafdan hech qanday bir xatolik bo'lmaydi. Mana bu ishorat qilgan gap nima dedi desa, ayollarga loyiq bo'lishdan edi. Endi bu yerda arraztum. Arraza yuarizu ta'riz deydi, ya'ni daratmalgan. Ya'ni to'g'rini to'g'ri gap qilgan, darat to'g'ri qilgan degan gap.
to'g'ri qilgan degan gapning o'zi arabcha gapning o'zida bizning Uyg'ur tilida, ya'ni shu bir ishniki, ya'ni uniki yüz emas, uniki ma'lum bir qismi, ya'ni bir tarafini mundaqcha deyish degan shu gap bo'ladi. Buniki bundaq bo'lgandiki, buniki hozirgi yerdagi ma'nosida Imom Suyuti ishorat qilish. Mushundaq ishorat qilib qolgan bo'lsanglar, o'shaning o'zida bu nima o? Boshqa ayollarning hamda iddatninki ishida tug'an vaqtida yer o'lib ketgan ayollarning o'zini, masalan, ko'ngli tortibdi. Men shu to'y qilsam bo'ldi ekanmi, bu to'y qilay deb. Mana mushunda bir irod bo'lgan vaqtida, ammo shu vaqtida bu ayollarniki shu to'g'rilik gap, ya'ni loyiq to'g'rilik gap qilgan vaqtida jazman ishorat bir shaklda, darabmi bir shaklda mushtaq gap qilsanglar, o'shaningizda nima bo'ladi? O durustchi bo'ladi. Ammo uni uchiq oshkor emas, siz alay voy tegamsiz deganidek bundaq bir uchiq oshkor gap qilsanglar bu uchi bo'lmaydi deydi. Endi Alloh taolo bu yer o'lib ketgan ayollar to'g'riliq nima uchun bu gapni deydi? Boshqa ayollar, masalan, ez ko'rayotgan yoki 3 oylik yeri o'lib ketmagan ayollarniki iddat tutgan vaqtida bu gapni qilmay, bu yeri o'lib ketgan ayollarga men mushundaq vaqtida buni qanday bo'ladi desa, Alloh taolo buni gap qilishning o'zida, chunki har odam bilidiki, u odamniki, u ayolniki yeri o'lib ketgandikin endi yenishib qolmaydi. Endi u odam o'lgandikin endi darhol mushtan nim qilgan gap uchonida mana bu nikohni ajraydigan gap degan gapninki bundaq bir tushuncha qolganligi uchun shunga Alloh taolo bu oyatning o'zida o'lib ketgandikin bu ayollar shu erninki ayolning o'zida yana 4 oy 10 kungacha u odamniki o'lib ketgan bu shar'iy tarafda nima va uningda nikohi shu bor. Nikoh so'g'andikin ashta bir xato bir gunoh qolgandikin bu qilishning oldini erish uchun bu o'lib ketgan erninki ayolning ustidagi nimasi haqqi. Haq bo'lgandikin 4 oy 10 kun o'zini haqqa chub kesim bilsa olaman deb qilsa bu uchalda buning tagmaslik çok kerak. Tagmaslik kerak bo'lgandikin buni ham egi chiqadigan odam uchun yo'q. Chunki o'lib ketdi degandikin uning o'zida mana bu yoki odat yoki binasi demay 4 oy 10 kun deb buni uchiq oshkora hamma odam bildigan shaklda muddat belki sababicha mushtumizma iborat endi. Endi Tariz degan gapning o'zi darat mulab, ya'ni degan gap bo'ladi. Darat mulab degan gapning o'zi, ya'ni bir gap bo'lgan bo'lsa, u gapning o'zi, u yiliq ishninki yerimini, ya'ni bundoq yoncha, uniki bir tarafini bundoq gapning 5 yil muddat deb qo'ygan gap. Uni 100 uchiqchu demak. Buni deymiz uni tariz chu deymiz. Mana bu arabchilarniki, arabning gapidimi çok bor, bizning Uyg'ur tilidimi çok bor. Ya'ni darat mulab gap qilib, masalan, gapni qizim bu kadar kelinim almışsın deganidek ashdan bir gapni turib yo boshqa yerdan gap qilib uni maqsad qilmay uni yin bir ishning o'zini maqsad qilgan o'zini deydi, uni darat biladi ekan. Endi min xitfatil nisa ayollarga xitib bo'lishdan, ayollarga loyiqchi bo'lish haqida, ya'ni men sizni alaymi voy tegamsiz deb meni mushu her ayol o'ttirishdagi ishlarga aloqador bo'lgan, mushu ayollarning jinsiy munosabatning o'zini qo'zg'atadigan, men mushundaq bir gap qilishning o'zini nima deymiz, uni xitba deydi. Xitba degan gapning o'zi xotaba, yuxotib, muxotabatan, xitoban degan gapning nima qilgani chiqqan bir ism. Xitoban degan gap, xitob qil degan gap, ya'ni bir odamning o'zi yeni bir odamga qartib gap qilgan bo'lsa, arabchaning o'zida bu nima deydi, uni xitob deydi. Yani xitob qildi degan ularga qartibchi gap qildi degan shu ma'noda bo'ladi. Ammo bu yerdagi xitbat deb zir bilan kelgan vaqtida jazman bu muayyan erniki ayollarga qartib masalan alay, sizni alay debto yoki o ayolniki yo qizniki velisiga ashunda debto yoki o'tirga bir nima qo'yibdi, o'chonida bir vosita, bir elchi qo'yibdi. Elchi qo'yish orqali unuga gap evetken bo'lsa, bu gapning o'zini nima deydi arabcha tilning o'zida xitbatun deb xoniki zir bilan shu deydi. Ammo uniki xutbat degan vaqtida o'sha bu nima deydi bo'lsa, xutbat degan gapning o'zida hammamizga ma'lum, ana juma namozida, bayram, ishqi bayram namozida va uning boshqa muhim mushundaq bir ishlar bo'lgan vaqtida shuningki qanday ekanligini bildirilgan ashta bir so'zning o'zini nima deymiz, uni xutba deymiz. Xutba degan gapning o'zi
bu Arapça İslami bir gap bulup onun içinden hutbe degan deyish uchun jazman uniki beshida Alloh taoloni madidaydigan, Allohning gapini shu zikr qilgan gap shu bo'lish kerak. Mesela elhamdülillah deganidek o'qiydi. Undan keyin Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamga nima qilish kerak? Unuga durutchu, yo'ldoshchu kerak. Mana bu ikki jumla, bu ikki mazmun boshda bo'ladi. Undan keyin andikin amma ba'du yoki va ba'du deb undan keyin bir maqsadga o'ziga o'tadi. O'tgan vaqtida buni shar'iy tarafdan nima deymiz uni? Xutba, ya'ni xutba o'qidi. Ya'ni manda chiqib ketgan vaqtida kishilarga nihoyat muhim bo'lgan voqeaning o'zini gapchu qildi. Ya'ni leksiyachu so'zladi degan nimada bo'ladi, ma'nosi bo'ladi endi. Endi xat deb kelgan vaqtida bu bir cho'ng bir voqea, ya'ni havodis degan gapning o'ziga kelgan bo'ladi endi. Endi bu yerda ayollarga loyiq bo'lish haqida gap qilsanglar, o'chan o'zida buningda hech qanday gunohkor olmaydi degan ekan. Bu oyatning o'zi bu yerda nima? Bu ayollar degan gap on. Men har qanday bir ayolga degan gap bo'ldi. Lekin Imom Suyuti deydi, bu yerdan ayollar degan gapni bütün ayollar murod emas. Uning ichidan yoki oldida ketib qolgan, mana eri o'lib ketgan ayollarning o'zida qanday qilish masalasining o'zida bu yerda gap borki, shu ayollar uchun murodki, ya'ni qavm el mutawaffa anhum azwajuhum fil iddati deydi. Ya'ni eri o'lib ketgan ayollar degan gap. Eri o'lib ketgan iddatning ishida bo'lgan ayollarga undaq dartmilab o'chanizda bunda gap qilsangiz o'chan sizni alay tegamsiz deb uchiq oshkora nikohniki o'zini gapni qilmay daratli shaklda men bir o'linib qolay degan temini masalan insonniki degan o'xshash masalan va jazmansiz degan daha go'zal keldi maşallah va deb bak go'zal kellar texim o'tib ketiblar deb bunda gap qo'ysa ya qo'ymaydi va men yajidu misluk va sizga o'xshash kishini kim topar va men yajidu misluk sizga o'xshaydigan va misliki ya'ni mislaki sizga o'xshaydigan mushunda bir kishining o'zini kim tepala ya'ni kim evalasini ajab chiroyli keldi deb qo'ygan gap yoki bo'lmaydi va rubba rag'ibin ilayk pik sizga qiziqadigan sizni olsam bo'ldi deydigan odamni aytibak nima je deb mushuna daratmilab mushuna bir gapni shu qilgan gap yoki bo'lmaydi voy men mushuna uzun bo'ldi mushuna men bo'ytaq qilib qoldim bir o'linay deyman bir loyiq chiqsa deganidek men mushuna gapni qilib mushuna daratmish shaklning o'zida mushuna gap qilgan bo'lsa ayolning o'ziga bu gap nima u durustchu bo'ladi bu yerda endi rubba rag'ibin degan gapning o'zi rubba nima emasda taksir ma'nosida tafsir ma'nosi bo'lgandan keyin rag'ib deb kelsa nima qiziqdi ya'ni rag'ibningki o'zi bu yerda ikki xil ma'noni bildirdi rag'ib rag'aba yarg'abu deb o'chan oxirida an kelgan bo'lsa o'chan yuz urdi degan nimada ma'nida uniki oxirida pi kelgan bo'lsa o'chanizda yoki ilo pi kelgan bo'lsa o'chat qiziqdi ya'ni har qiziqtirish qiziqish degan ma'noni qildi bildirdi bu yerda endi rag'ibuniki tahqiq oqiga va nimeniki uniki selisi fi kelgan bo'lgan ekan bu e'tiborda bu yerlik men nima deymiz uni qiziqchi ya'ni sizniki haqqingizda qiziqadigan kishilar aytiji degandan keyin ayolning ko'nglida buni shu bilib qolgan gap bilib qolgandan keyin ha o'sha odam meni og'izga o'xshaydi ammo bu gapning o'zi uchuq nekomatsiz alay deydigan bundoq bir gapchu yo'q yoki yushudug'ni sizlarniki nafsingizda nima qilibsizlar yushiribsizlar bunda qavaqtidimi masalan odamni ayolniki o'lib ketganligi ko'nglida men nima qilay buni ana shu ayolniki iddat to'shsa iddat to'shqandiki men olay deb buni hech qanday vaqtimizda og'iz upuq demay ko'ngli kuychirib mushtaq desa nima uni hech qanday chatoqchi bo'lmaydi deydi nima u chatoqchi bo'lmaydi nimish qundaq bo'ldi desa nima uchun unda gunoh bo'ldi desa alimallohu annakum satazkurunahunna mana Alloh taolo jazman o ayolniki gapini qildiganini Alloh uchun bildi deydi nimish bildi chunki er bilan ayolniki o'zi jazman bir
Jip bo'lgandan har qanday vaqtida meni ayolniki o'zi ashta yolg'iz qolib qolsa, yo eri o'lib ketib yoki turmushda qolgan vaqtida jazman uni yin bir odamniki o'zi olaman deb nima qiladi, unga qaraydi. Shuningdek, u ayolning o'zi menda erim o'lib ketgandan deb shu e'tiborlan lekin men bir ikkinchi bir erkak olsam deydigan asli insonlik, ya'ni ayollik tabiiy xususiyatida bu hech qanday bir narsa uchirmagan holati bu talab qilgan, mayil qilgan bir anima odat shu bor. Har qanday bo'lsa bu inson bilan o'tirib gap emas. Bu mena hayvonotlarniki o'ttirisidan bir erkakdan bir kishiniki o'ttirisiga bir-birisiga mayil bo'lgan, bir-birisi bilan birga o'tadigan mushtaq ishniki asli Alloh taolo nima qilgan, mushtaqchi yaratgan. Yaratgan bo'lgandan tabiiy holatda har qanday bir odamniki o'zi mana shu tul bir ayol yoki bir narsa bo'lib qolgan bo'lsa, jazman uning uchun nima qilib keladi? Mana qozi kelib, og'iz kelib, musulmon bo'lgandan bir nikoh qilib endi mushundaq bir halol juftlik o'ssam bo'ldi deydigan gap. Endi bu insonniki asli nimasi xususiyati shu bu. Bu bo'lgandan Alloh taolo jazman mushundaq bir ayolniki endi er o'lib ketgan vaqtida bunun qarta har qanday bir masalan tul erlar mushundaq bu qog'at bu gapni nima qilgan gap qiladigan gap degan mush gapni bilganlik uchun Alloh taolo buni endi bilgandan keyin bu chog'ingizda sen buni çok qilsang bo'lmaydi. Hech qanday vaqtida u chog'ingizda yirik ko'ngling mayl bo'lgan yoki uni yushur undaq bir gap qilgan undaq qilsang bo'lmaydi deb ham oshkor desa, u chog'da nima bo'ladi? Dishvar bo'ladi. Dishvar bo'lgandan keyin chunki ko'ngliga kashgan mushundaq ishninki o'zini bu odamning o'zicha ega olmaydi. Chunki qalbniki egisi kim? Alloh. Alloh bo'lgandan keyin bu e'tibordan bunda bir bu qilishlik ishning o'zi ayollik bir insonlik bo'lish tabiati bilan bu nima o mana zarur bo'lgandan keyin Alloh taolo mana bundoq bir vaqt o'zida mush ishligi birsini qilib qolsanglar bu ayolga nisbatan er o'lib ketgan bo'lsa-mu bu nima bo'ladi? O durustchi bo'ladi, gunoh bo'lmaydi deb mushtaqchi degan gap shudek. Mana ayollarniki gapning o'zida jazman nima qilsalar sizlar o ayolning gapini deysan. O ayam yürüp gidip de bir ağzasam boltu, andaqsam boltu, mundaqsam boltu deb deysan. Yani o nimeden dedi? Layık oluştan ibaret dedi. Nima? Ayolniki, erniki ayollarga layık oluştan gapini dedi. O sabr qilamaysizlar şu ayollardan nima qildi? Sabr qilamaysizlar. Sabr qilamay, andiki qanday qildandikin? Mana shunga sabr qilamagandikin bu e'tibordan Alloh taolo bu ibodat tabiiy asli narsa keran o'zini Alloh taolo bu qilmaysa deb to'smoqda. Bu nima o? Durust. Lekin durust bo'lsa, uniki ma'lum bir nima durust bo'lmagan harom narsaga opiradigan boshqa bir tarafi cho'p bor. Bu narsa keran o'zini to'sib, andan u aslida insonning tabiatida bo'lgan narsa keran o'zini uni qilmoqlik Alloh taolo uni to'smoqlik. To'smagandan andan bu oyat o'zida nima qilyapti dana? Siz bu ayollarniki o'zi sabr qilolmaysiz. Chunki nima Çünkü bilan ayol ikkisiniki o'ttirsa bir-birisi yaxshi ko'rishning o'zi asli tabiatda babinasi. Babinasi bo'lgandan keyin buni qarab chidayolmaydigan gap. Chidayolmagandan keyin endi shu vaqt o'zida endi chidayolmadan deb apirqashda xato gapni qilib qo'yib, uni degan Alloh yo'y tegay deb qo'yib, endi zinoda mushta bir ish bo'lib qolishi mumkin. Unda bo'lgandan keyin siz buni oldiran, unda bir ishni qilmay 4 oy 10 kun saqlab shu jarayon o'zidan ozroq ishorat shaklida u ayollarning o'ziga mushta gap qo'ysanglar, hech qanday chataqchi bo'lmaydi deydi. Shuning bilan mushtaq bo'lganligi uchun shundan mana bu baxt qildi Alloh taolo siz uchun nimani ta'rifdi. Sabr qilamagan uchun ish bo'lmaydiganda ko'ngil ushib qiyamsimi, uni daratmalash, mana ashu yerga ishorat qilish gap orqali ashta qilsa andikin o'ziniki sabir demisan, ko'ngilga unmay ashta bir tipirlab turgan o'zi azroq bo'lsin ko'ngilga amin topadigan gap. Tapqandan andikin Alloh taolo buni bilib, shu mushtaq sanıcı bo'ladi deb nim qildi bunuga qarzi. Endi bu dastlabki 5 yoshda deganimizda endi bu ayollarniki bu o'lib ketgan ayolniki mana er o'lib ketgan ayolniki bu daqlishning o'zida bu gapni deb boshqa ayolniki gapni qilmasida boshqa ayolning o'zida uni egi chiqadigan odamning o'zi chu bor. Uchun nima u? Masalan, taloq rejin deganidek mundaq bir nima u ishchi bo'ladi. Unda o'g'aniki buni amma ma'noda er o'lib ketgandan keyin buni tegadigan ya yeni olgan bir ish yo'q deb odamlarniki erlarning bo'lib bu mushta bir xato ishni bo'lib qolish mumkin deb Alloh taolo buni tuzitib bu gapni shunda deydi.
Walakin la tuaiduhunna sirran. Lekin va'da qilmanglar sizlar shu ayollarga sirni, nikohni nima qilmanglar, va'da qilmanglar. Nima qilmanglar, va'da qilmanglar. Endi lekin degan gapning o'zi, unda lekin yuqorqi oyatga asosan sizlar shu ayolga doritmalik gap qilish orqali uni ishorat bilan bundoq shu danglar. Bu gapni sanglishi nima? Gunoh yo'q, bu halol. Lekin shu doratmilab shundoq yana ishoratlar gap qilmoqchida jazman u ayollarga nikohni gapini uch oshkor men sizni olaman. Voy deb ishkan bir-birisan tavadi degan yani bu yana bu tapaala babida kelgan ishtirokni bildirgan bir til. Unda lekin shu ayollar bilan deydi kishining o'zi nikohniki gapini uch oshkor va'da qilishib unda shu ishni shu qilmanglar. Voy ayol qo'pib men sizga tegan, er qo'pib men sizni olay deb uch oshkora bunda bir ayollarning nikoh to'g'riliq bunda bir gapni shu qilmanglar deb mushtaqchu deydi Alloh taolo. Endi bu yerda darat qilsang bo'ladi. Darat bilan gap qilib bunda qilsang bo'ladi. Lekin uch oshkora nikohniki o'zini bunda shu va'da qilishib, voy tegay, voy olay yoki vayli o'g'a odamning o'zi u ayollarniki voy bo'ldi men biraychiliga andaq mundaqchu demangchu, undaqchu demanglar deydi. Endi bu yerda Alloh taolo sirran dedi. Aslida Tuvala tuaiduhunna sirran degan gapning o'zi tavaada ya tavaadu degan tapaala ya tapaalu degan babdan chiqqan nima o? Bu bir nima u nahi. Nahi bo'lgandikin tavaada ya tavaadu. Tavaada ya tavaadu bo'lgandikin buning amri nima? Tavaat va'da qilish. La tatavaat va'da chu qilishman. Endi bu yerda la tuaiduhunna degan gapning o'zidan bir dona ta'liq o'zi nima u yerda mahsub. Yoki va'ada yuaidun. Deb uchal o'zida faala yufailu bobidan nima qilgan bo'lsak, uchal nima qildi? Va'ada yuaidu muadatan. Va'da qilishdi degan shu ma'noda bo'ladi. Unda va'id la tuaid. Va'da qilish, va'da qilishma degan shu gap bo'ladi. Unda bu yerdagi va'ada yuaidu bobining o'zi bir maf'ul tajovuz qiladi. Bir maf'ul tajovuz qilgandan keyin hunna degan keyin uniki maf'ul bo'ladi. Endi sirran degan nima hal? Ya'ni sizlar shu ayollarga nikoh nima qilmanglar, va'da qilishmanglar maxfiy bo'lgan holatda. Ya'ni maxfiy qilgan holatda nikohni. Unda maxfiy holatda unda shu qilmanglar, maxfiy bo'lgan maxfiy. Maxfiy bo'lgan holatdagi ishvati u nimiki nikohdi. Sizlar u ishni shu qilmanglar degan nima bo'ladi, gap bo'ladi. Endi bu yerda nima uchun bu sirran endi uni va'da qilishmanglar shu ayollar bilan maxfiy holatda. Ya'ni maxfiy holatda bir-birisi bilan xahnim qilib ko'rishmay qo'ysa, uchoq bilan voy tegrib ketib, unda ishni shu qilmanglar degan u ma'noga shu, unga shu bordi. Endi bu yerda İmam Suyuti rahmetullah alayh sirran degan gapning o'zi nikohan deb nima qildi, tafsir qildi. Ya'ni shu ayollar bilan mana shu maxfiy bo'lgan, maxfiy qilgan ishning o'zini unda shu va'da shu qilishmanglar. Maxfiy qilgan ish nimati? Men ayolningki o'ttirsidagi yoki jinsiy munosabatning ishi har qanday vaqtda maxfiy bo'lgan bir ish. Maxfiy bo'lgan ish bo'lgandan keyin bu yerga maxfiy bo'lish degan gapning o'zi bu yerga lozimni zikr qilib bu yerda mazlum bo'lgan nikohni qilib irodishi qiladi. Mana bo'libmi inson, ya'ni bo'libmi hayvon bilan inson o'ttirib bir farq. Hayvon ham hech qanday nima yo'q, u yerda bir aql binas bo'lmagandan keyin uchoqda oshkor bo'laverdi. Ammo insonning o'zi hayvon bilan insonning ikkisi o'ttirib farq qilgan birdan-bir narsa nima? Ikkisiki o'ttirdiki shu jinsiy munosabatdan iborat bo'lgan bu ishni nima qilish, uni maxfiy qilish. Bu nima? Inson bilan hayvonning o'ttirib bir farq. Unda lekin bu e'tibor bilan shu yerdagi shu yerdagi jinsiy munosabatning o'zini Alloh taolo mayada sir, ya'ni maxfiy qilgan ish bo'lgan nikohni deb mundaq qilishchi shu. Shunda bo'lganki bu yer yeni gap chiqib turdi-ki, anda bo'lganki biz mu'min musulmon bo'lish e'tibori bilan bu ishning o'zi har qanday vaqtda o'zida butun kishilarning hammasini maxfiy qilgan, ayrim bo'lgan bir ishni qilishimiz kerak. Unda bo'lganki bundaq bir ishning o'zini oshkora bo'lib uyda balvo qilamiz yoki qolgan bunda bir ish bo'lmay, noit yo'shurun maxfiy ashida bir yarchu bo'lishni nim qiladi, tavsiya qiladi.
tavsiya qilgandan bundaq bir ishni undaq qilmay, ochiq oshkora yo yeyib yoki bundaq qilishning o'zi tubdan islom dinimizda eng ig'ir gunohniki birisi men mushu. Şu. Ondan ekan Alloh taolo bu yerda nikohniki o'zi sir, ya'ni maxfiy qildigan ish deb bundaq deyishning sababi men mushuncha iborat. Lekin şu ayollardan endi mening ochiq oshkora qilinadigan bir ish bo'lgan nikohning o'zini va'da qilishmoqlar. Lekin shuki degaysa u nima bir ma'ruf so'zlar. Uçaldı ma'rifiy so'zini shu deyishlar. O qavon Alloh taolo meni ruxsat qilgan bir tunish bo'lgan mu'min musulmon bo'lish e'tibordan tunish bo'lgan ma'lum bo'lgan bir nima gap bor. O gap nima edi? O gapning o'zi ta'riz. Shtama ta'riz. Ta'riz bo'lgan ishorat, ta'riz ya kinoyi bir gapni qilib, anadagi shu ayollarga o'zlarining qalbini izhor qilib, ya'ni bunda ishorat qilish orqali bildirib qo'ysang, shu nima ma'ruf ish. Şu canımızda andaki muş gapni qilinglar, ama u yer bu yerga apirib pishirdab, u yer bu yer va'da qilish, voy Allah tegili deb qildigan bunda bir nikohning o'zidan ochiq oshkor va sizni alay o ayol qopib, yer ilib ketgan ayol qopib, voy men tegay deb bunda qilish cho'q qat'iy cho'q bo'lmaydi deydim. Ya'ni to'nilgan bir so'zni cho'q danglar. Megar aşı desang çok boludu degene, anda bir emasiki tonuldu onu şer'i taraftan tonulgan narsa nima yuqorqi oyatdagi aşı ta'riz. O nima dedi? Ta'riz dedi. Anda olgan ekan, mushu ta'rizdagi o'zi olgan aş narsani qilinglar, uni da'na. Bo'lmasa har kiz uchiq oshkora alay tegay degan gapning o'zini va'da qilish orqali bundaqchi qilmanglar ayollarga, erib ketgan ayollarga dedi. Endi eri yilib ketgan ayollar unaqa ish qila bir odam demaydi. Chunki har qanday bir mu'min musulmonning o'zi buniki irva 3 oy taraqi rajiydi balkim unda o'zi gap qilsa bo'lmaydi deyish kerak. Chunki ayollarningki o'zi iddatningki ishchilik vaqtning o'zidami shu erninki nimasi bo'ladi? Ayol bo'ladi. Nikosi bo'ladi. Shu e'tiborla shunga ayollarningki o'zi taloq qilayotgandan keyin iddat to'shgan qadar shu erningki o'zi iddat tutish kerak. Shu bilan birlikda o ayollarning qandaqki shu yilqi taloq qilishniki oldida ne qandaq muomala qilib, qandaq binashkarani berib yemak ishmak bergan bo'lsa, aynan shundaqcha berish kerak. Chunki uning ayoli nima uchun ayol? Ayoldan rasmiy yüz üzülüp, ya'ni ayrılib ketishning o'zi nima bilan bo'ladi? Ya'ni u rasmiy shu berketgan ash iddatning nimasi o vaqti bor. Shu vaqtiniki o'zi 3 oy, 4 oy nima 10 kun yoki olmaydi, qo'shig'idagi balaniki o'zini nima qilish, uni qo'yish, ya'ni tug'ish. Tuqqan vaqtida andikin u erning o'zidan nikohga chiqib ketib, chiqishdagi o'ttirizda o'chanda nima bo'lgan bo'ladi? O'chanda yot adam, yot er, yot ayollar uchun bo'lib ketadi. Bu-chu bo'ladi. Anda o'g'andiki sil uchi badur mushuba, u qavon tars. Mushuba deydi. Wala tazimu uqdatin nikah. Sizlar kaskin iroda qilmanglar, men amaliyot vujudga chiqish degan ishni cho'q qilmanglar. Nima esa nikoh degan chigikni. Ya'ni ala aqdihi deydi. Ala aqdihi degan gap, uqdaga ala degan gapning o'zi asli nima? Ta'zimu degan azm deydi, ulul azm degan gap. Ulul azm degan kaskin irodalik. Irodasi tavranmaydigan rasmiy amaliyot qilman deydigan amaliyotdan shu degan nimasi uyg'un bo'lgan payg'ambarlar degan gap bo'ladi. Bu payg'ambarlar qancha? 5. Nuh alayhisalom, İbrahim alayhisalom, Musa alayhisalom, İsa alayhisalom, Muhammed alayhisalom. Bu nima deymiz uni? Ulul azmdan iborat bo'lgan payg'ambarlar deb ataladi. Bu yerda azm degan gap, ya'ni o'ziniki iroda ko'ngil tutgan narsa rasmiy kaskin vujudga chiqman deb ashuni nima qilish, unga ko'ngil tutib uni shu amaliyot shu chiqish. Buni deydi azm deydi. Unda o'lkin Alloh taolo deydi, sizlar nikoh degan bir chigik bor. Nikoh degan nima? Uqdat degan nima bo'ladi? Aqida yaqidu aqd deydi, ya'ni bir narsa ikki taraf bo'lgan bo'lsa, og'amchilik bir narsa yoki Alloh deb ikkisini olib bir yak chiqqan bo'lsa, arab tilida buni aqd deydi. Şu an nəhayət murakkab bo'lgan bir məsələnin üzünə aş kitaplarda ölümlərimiz deb ataydı taqid
muakkada deydi. Nati chik masala. Bu nati chik bo'lgandan uni oshmoq, yashmoq nati tas degan ma'ni e'tiboran tas gapning o'zini muakkad taqid deb ataydi. Undan keyin bu yerdagi ta'zim uqdatning ma'nosi shu. Ya'ni nikohdan iborat bo'lgan bir chik bor. Nikohdan iborat bo'lgan bir chik bor. Ya'ni erninki o'zi, mana ayol kishini olgan bo'lsa, ayolning o'zi men tagdim degan bo'lsa, erninki o'zi men nima qildim, oldim degan bu nima? Nikoh. Mana ikkisiniki mush og'izi degan mush gap bilan, shu bilan bu asli aql degan gapning o'zi hissiy tarafdan bo'lgan, mushta og'amcha binas karahni ikki tarafdan chiqqan bo'lsa, uni aqd deydi. Endi aqd degandek bu gapning o'zini ma'naviy tarafdanki o'zidan ayolniki eri shundak erninki ayol qalishligi ma'naviy bir ish. Ishi bo'lgandiki go'yo ikki tarafni mushtat chiqqandek, mau ikkisi bir yer kirishdan iborat bo'lgan narsalarning o'zini go'yo ikki tarafdagi og'amchi bir yer kelgandek aloqador ham shu ikkisi bir-biriga mansub bo'lishdan iborat bo'lgan bu ishning o'zini shuni o'xshatib shar'iy dinim dedi uni aqd dedi. Nima dedi aqd dedi. Undan keyin nikohniki o'zi nima ekan o aqd ekan. Nima ekan aqd ekan. Ya'ni erning ayolning o'zi taqdim, erning o'zi oldim degan gap, o ikkisi buniki oldida erkin o'zi qanday ishni bir qanday qilsa bayli bo'lsa-mu, u chog'da bu ishni qilgandan o bir-birisiga chigirib qoladi. Bir-birisiga chigirib shar'iy tarafdan o uningki ayoli, bu ayolniki eri bo'lib, u chog'da burunqidak o'zining kaldisi kashgan har qanday irishni qilishchi bo'lmaydi. Unidikin ikkisiniki bir-birisiga ustida bo'lgan haq-huquqchi bor. Buni chu qilishchi kerak. Buni chu qilish kerak. Shu e'tibordan bu nima dedi uni uqda deb islom dinimizda, bunda Qur'oni Karimda Alloh taolo mushkab deyish sabab shu. Endi undan bo'ladigan sizlar kaskin iroda qilib mana unda qilmanglar, nikoh qilishdan iborat bo'lgan, mana nimani taloq qilgan ayollar bo'lgan bo'lsa, taloq qilgan ayollar bo'lgan bo'lsa, uni men olay deb rasmiy olaman deb harakat qilib, uni ko'ngil rasmiy ko'chirib deyishib, bunda bir ishni qilmanglar. Endi bu yerda uqdatun nikohi degan ala aqdi debdi. Ya'ni shu nikohni chigishga. Mayadamda har kuz kaskin iroda qilmanglar, nikohdan iborat bo'lgan aqdini uchun nikoh qilmanglar. Kaskin iroda qilmanglar degan aqdini chigishni iroda qilmanglar degani, ya'ni shu nikohni chigishga. Nikohni chigib, u ayolni nima qilish, erish, ayolning o'zi agi tegish degan burdaq bir ishni uchun qilmanglar. Buni qilsangiz bo'lmaydi. Mana qandoq bir nima nikoh nima qilayotgan, iddati turayotgan. İddeti turayotgan bundaq bir ayolning o'zidagi iddatining ishida tugagan qadar har qanday vaqtida eri o'lib ketgan bo'lsa, ya normal bo'lsin, u chog'da bundaq bir ayollarning o'zini mana hargiz buni olaman desanchi bo'lmaydi. Bu nima? Harom. Nima harom? Bunda qolgan bo'lsa, unda bir yoki ayolning o'zi bir nikosi bor bir ayolning o'zi ep ketdi yoki nikosi turib bir ayolning o'zi tegib ketdi. Tegib qolgan bo'lsa, islom dinimizda bu nima manhiyatning qatorida bo'lib, bu nima gunoh kabira. Agar oshta qilib qolgan bo'lsa, o'changizda buniki nikosi nima o botil. Buni agar oshta bir nikohniki ishida iddatning ichi turib bir ayol tegib qolgan bo'lsa, buni agar uniki ota-onasi valisi buni uqban darhol ajrashtiradi. İslam devleti olgan bo'lsa, uni nima soqchi va davlatning o'zi mas'ul bo'lgan kishilarni darhol ajrashtiradi. Ajrashtirgandan ba'zi ulamolarimiz deyishcha, buning qarta har ikkisi taqa iddat to'shmay turib ayolning tegib olgan bo'lsa, erning tegib olgan bo'lsa, buni qarta uni ajrashtirib, buniga hargiz ikkisi birga kelishga bo'lmaydi. Arvatimi ikkinchi qat'iy nikoh qilib qismi bo'lmaydi deb mushtaq qotimiz deydi. Nima ish qilsa, bir odam o'zi islom dinimizda bir ishning o'zini oldirab turib, uniki xato nima bu qolsin, işte oldirab xato bir narsalarning o'zi manfaat uchun qilsa, buni uchun mahrum qolgan ish bor. Masalan, bir odam o'zniki masalan ota-onasi varis bo'lgan bir odamdir. Bu adamni qarsak, o adam tushunibdiki, ya'ni nima debdi, o'lmabdi. Bak yeshib ketib, puli jiq, unda ona jafo tortib ketdim deb, opirib osh adamniki mollarining o'ziga men varis bo'lman degan asosdan oshda o'ltirayotgan bo'lsa, islom dinimizda bu o'ltiruvchi va qotilga islom dinimiz o'lib ketgan odamning merosi hech qanday bermaydi. Buni qilmaydi, uni hech qanday uchun bermaydi. Undan keyin
Bu er ayolning o'ziniki nikosi turib ayolning o'zini ayol tekkan bo'lsa erning o'zi ishtaq qo'ygan bo'lsa buni o'xshatib buni o'xshagandan keyin ikkinchi qatim buniki bir-birisi tegish qat'iy bo'lmaydi. Bu islom hokimiyat va shar'iy tarafdan to'sibyapmiz buni deb bunda qaragan odamlar cho'p bor. Buncha bunda qilib. Yana ba'zilar deydi yo'q, unday emas. Buniki o'zini agar ashtaq bir ish qilib qo'ygan bo'lsa, o'chanda ikkisi ajrashtirib, uniki bir nima chiqadi, o'chanda iddat tutdi, iddat chiqqan ma'lum muddat ekan, anidikin, o'chanda ikkisi qaytidi, anidikin qizniki ayolni qashqa valisini qashqa berib, olay tegay, olay voy ba'slar deb uniki qaytidi bir mehri, ya'ni mehri verish, uniki shohid, guvochi deganidek mushtan narsa qilsa bo'ladi deb nima qiladi, o qaraydi. Undan keyin bir ayolniki mayli iddat to'shmagan qadar, mana iddat to'shmagan qadar o zodi gaplashsa uchiq oshkor bo'lmaydi. Bo'lmagan yerda uniki o'zi nikoh tig'asi shu. Tig'asi shu. Bu uningdan eng og'ir nima u? Gunoh. Qat shu gunoh ketdi. Shuning uchun ashunda bir ayolni olib qolgan bo'lsa, o'chalingizda buni jazman aniq qilib so'rash kerak. Siz to'y qilganmi, qilmaganmi, qachon qilgan, ajrashib ketgan bo'lsin, iddat to'shdimi, to'shmadi deb buni aniq qilish kerak. Bu bir mo'min musulmonlarniki, mana o'ziniki gardin ustidagi eng oddiy nimasi huquqi. Agar unda qilmay, voy bo'pti, voy tegaydi deb olgan bo'lsa, mana mushundoq o'qimayda og'ir darajada bo'lgan bir gunohga uchun mubtalo bo'lib qolgan ekan. Bu nima emas, o durustchi emas. Hatta yablugal kitabu ajala. Hattoki yetgan kitob shu kitobniki muddatiga. Ya'ni kitob degani nima? Kitob degan gapning o'zi iddat. Bu iddatning o'zi nima? Unda kitob deydi. Kitob degan gapning maktub, ya'ni farz qilindi degan gap. Mana kataballohu deb nima deymiz o'chanda kutiba alaykum siyam degan gap. Mana ro'ziniki o'zi sizga Alloh taolo tarafdan farz qilindi degancha ma'no etdik. Unda oniki kataba putildi degan gap. Ya'ni Alloh taolo tarafdan bekitilgan nima putish, bekitilgan bir nima hukm. Unda oniki oyatdagi o'sha iddatning o'zini Alloh taolo o'zi Qur'oni Karimda mana eri o'lib ketgan mushtaq odat ko'rgan ayolning iddati mana ma'lum şey. Mana odat ko'ramagan bo'lsa 3 oy. Agar eri o'lib ketgan bo'lsa 4 oy 10 kun. Homildor bo'lgan bo'lsa, uniki qo'shig'iga balni qo'yish degan bu hukmning o'zida Alloh taolo o'zi bevosita o'ziniki kitobi bo'lgan Qur'oni Karimda buni chu baketdi. Baketgandiki shu Alloh taolo bu oyatning o'zida bu nima deb baketdi, uni nima dedi, uni al-kitob dedi. Ya'ni al-kitob degani maktub, maktub degani mafruz degan nima bo'ladi? Gapchi bo'ladi. Hattoki mana Alloh taolo tarafdan bekitilgan shu iddatning o'zniki osh tugaydigan vaqtiga yetgan qadar. Qachoniki tugab, andiki iddatdan chiqadi, chiqqan vaqt o'zida andiki rasmiy olimanda harakat qilib, uchish qilib, mana ishkil taraf kelsa, vadisi bersa, andiki uchoq osoncha bo'ladi. Agar unda qilmay qolib qolsa, hozir deganimizdek, bu eng og'ir darajada nima u? Gunoh. Endi bir bir ayol yeni bir erniki nikoh turib uçan asığı texminimi undan öte en ağırçı nima günah. Bu kat nima günah. Bu hiç qandaq vaqt özüdə bir Müslüman müminə layiq olğan, mən Allah'a bar, mən ölgəndiki, mən Allah'ınki aldızıq verib bu şu dünyanın işi qalqa işimdən mən hesab vermən deyə Adəmə və ayollara nisbətən bu qat'i nima emas o duruşçu emas. Eğer unda olmasa ben kafir olsa yüzü kanılmazdı bilgi tegende, içki tegende zaten onun oturup örüp adatmadan bolsa mı onu çok hesap emez. Ama ben mümin Müslüman degen bolsa ben yukarı ayetlerin yüzde Allah Teala bu nime dedi? Tilke hududullah. Ben bu Allah'ınki belirtken muayyen nimedir o hudududur. Bu kimi? Ben Allah'ın Resulü'ne kıyamet gününe iman keltügeli için bu nime vaziyet kılındı, tavsiyet kılındı degen gapning özü şu. Yani dedi imam bu soyuti el kitap diyen el mektub diyen gap. Yani kitap diyen gapning o'zi hatto ki yetgan kitap desa, uçal bizim Uyg'ur tilida imam ham arab tilining o'zidami mushtoq ma'lum bir qancha batniki o'z ichiga olgan mazmun cho'ng bir hajmlik bir narsa kerakli o'zi materialning o'zida kitap deydi. Bu yerdagi o kitapçı emas. Bu kitapningki o'zi asriyalik ishlatilgan Qur'oni Karimning tili bo'yicha kutiba ya kataballohu degan mushliq asosan chiqqan o
bu bir masdar isim bo'lib, buniki o'zi ism maf'ul kelgan nima u ism. Ism maf'ul kelgan. Shu İmam Buxoriy, İmam Suyuti deydi, al-maktub shu deydi. İddatdan bo'lgan bir maktub bor. Alloh taolo tarafidan farz qilgan bir narsa shu bor. Talaq qilingan ayollar uchun, erilib ketgan ayollar uchun. Mana o'zinniki ajri, ya'ni ajal degani eng oxirgi vaqti, ya'ni iddati. Ya'ni shu ayolga maktubdan keyin shu maktubda bakatgan 3 ay var, 3 ay, 4 ay, 10 gün hamildor bo'lish, hamilda qo'shish degan shu iddat va shu iddatniki shu vaqti var, tugaydigan eng oxiri ta'jil qilgan. Shu vaqti tugagan qadar anlikni nima qilsan bo'ladi? Uçalda kasbkin irod qilib, uçalda ben olaman, tegiman deb, uçalda qilsan bo'ladi, nikoh iddat tushib bo'lgan ekan. Ammo uniki oldida qat'iy tursinlar. Shuni qatardimi hozirgi mana eri o'lib ketgan ayolniki 4 ay 10 kun iddat tutishdan iborat bo'lgan. Mush daskaramiz Alloh taolo bakatgan ekan. Qachoniki buniki narsa anlikin qanday bo'ladi? Shu naskaran o'zi shu iddat to'shqanlikni olasiz. Ammo uniki oldidagi boshqa ayollar o'xshamaganligi buni qarta ekan. Mushta bo'lib ketgan bo'lsa, nima o'xshamaydi? Chunki eri o'lib ketgan hammadan biladigan buniki olmaydi. Buni qarta xato ishning bo'lib ketishning oldini olish uchun ham o'lib ketgan erniki haqqini hiboya qilish uchun Alloh taolo qanday qildimiz? 4 ay 10 kungachilik 4 ay 10 kungachilik andiki buni uch oshkor undaq Alloh tegay deb unda ish baş tartışıp bundan neresi kalmay, şu ona kandak kılırsın, uçan mahbi, daratmış şekil, işaret şekilde bundan yapısın şu buruksa. Ama bunu başkası dememez, duruşçu emez, deydim. وَعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَا فِي أَنْفُسِكُمْ. Bilirler, hey mümin, Müslüman ayak. Şuniki cezmen Allah, seninki nefsinden neymi ikenini bilip tuturdu. Ondan varken, siz şu konudaki nemini çoğu turdu, bilip turdu. O nemi dedi, keskin irade kılış ve keskin irade kılıştı gayriydi. Siz şu ayağının üzerine resmi mi alemen dep aşağı herkes konunuz müştak kıldınız mı? Ya kılmadınız mı? Uçağınızda bunu şu Allah bilip turdu. Bilip tuğan diken uçağınızda ayağların üzerine keskin alemen dep iddetin işideki ayağların unda konunu köşüp resmi niyet kılıp bütünle emdi. Fikir tartı emmini kıpıp anlıkime kılman dep unda çok kılmanlar. Bunda çok man eğer kıpasana uçalda Allah baketken ben baketken kanun asasen zıt iş kıldığına kılgandaki bunun cezası ben çok berimen. Bu çok berimen. Eğer makul dep bunun asasen kısan bunun kartta ben kalbimde kılmam bilip doğandiken ben bunu karap nim kılmam uçalınıza sabır kılıp çidat onun diken vakısan bombayı dep yüzün nefsini vayi verip ben muştak tutsana Allah bunun kartta nim verdi o mukafat verdi. Bilip dur diyen gepçi şu. Onda o anken Allah Teala nefsindeki neskerendi zat zahir neskerendi amini biliyordu. İşçilik nefsin nemini konu küçülüyorsan, nemini çok kımmakçı, nemini kımmaydıgan bulduğuna, kıldığına bulduğuna, böyle konu nemini kıyal kıldığına, nemini şu etmeş oldu, fikir kılıp oylanıp iştaklığına amini bilgendikken, anda o anken Allah'da nemi kılığına hazır edeyim. Hazır aylap Allah'da çoğu azabı kirişinin üzüden özellikle için dikkat kılınlar. Dikkat kılınır demek yani undak Allah'a berketken şu kanun, şu tüzüm, şu sizlikte her gücü ütüp şu ketmanlar. Bunda aramışsın çok kumanlı. Kımay, vay bununki iri üpket doğadak uçağınızı iş beş tartışıp uçağda oku ayal kişine, aşıda her kıl, akşamda irim kaz yaman vandı. Her kıl bir nes karşı arka andaki yüzün hepsi iyi olamay. Şu olan, o ayal şu andaki 4 ay 10 kere uzun müddet. Bu andaki bu itibarla andaki kandaklığına gel, şeytan oturup kirip, şu olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yetiştirgende, her kandak vakt üzere bir erniki bir ayalı bilen yalğız bir yerde turuşniki üzü nime dursunmaydı. O nime haram. Bu fıkasa onunki üçüncü şeytan bulundu. Eğer yalğız bir bir ayal balagat yetken ayalın üzü, meni üzüge haram bulungan, muşudak bir kişinin üzü bu yer kip kalgan bolsa, cezmen İslam dinimizde bu haram. Ne bulundu? Haram çok bulundu. Haram bolgan diken, bu itibardan, yelike, iddet toşmagan ayalın üzü bu adam nispeten neymi o? Yat oğandaki uçağda işte bombayı da iş beş tartışıp anda kısınız, ondaki çoğun işi şu çatak çıkıdı. Çoğun işi çatak çıkandayken bu itibardan o ayak kişinin yüzü günah oldu, ayalı kişi tekimi unut, neticesi günah olup, uçağında örpü adettimin hem insanlık tarafından bunu eyipli aşkırdı. Köyde olma, maddeki ürtek 4-5 gün durup bağlı kuvatkan işini. Anına iş
ishimida nima tortishib boshda yuribdi. Manda ishib qapti ko'rdingmi deb, uni qalbin o'zi ayiblab, uni insonning yuzidan rasmiy samimiy bir xolis, yaxshi taqvo bo'lgan bir olimning doirasiga chiqadigan gap. Shu bu nima emas, u durustcha emas. Allah Teala'da qo'rqinglar, hazır aylanib shuningdek jazolig'ay Allah Teala qachonlik sil kaskin iroda qilib qolsanglar. Kaskin iroda olman deb u yer gapishib harakat qilib, voy tagsiz bagsiz deb qolsa, buning uchun bunda bir ish qilib qolsa hazır aylanlar. Bu jonim qolsa azob chekib qoladi. Yana Allah Teala deydi, "Nana va'lamu annalloha g'afurur halim." Bilinglar shuniki jazman Allah Teala mana shu anda mag'firat qilishdir. Anda bir kishniki nima qildi uni? Anda bir kishniki unidan o Allah hazır ayladi. Yani farzlar onu şu nima qildi aşağının o'zida Allohdan qo'rqib azob kelmaydigan aqonchi niyatin o'zi ko'ngli tipirlab ketsinmi? Ayolniki o'zi shunda shahvat nima qilib ketib aşağı chidamas holat kelsinmi? O'sha chidabdi. Chidagandikin buni qarta Allah buni qarta gunohni uchun kechirdi. Mana uni uchun qilmagan bo'lsa, uni uchun qilmagan bo'lsa. Yine Allah Teala nimadir o? Halimdir. O Allah'ınki yeni bir sıfatı halim ki aldırançı emas. Nayet ağır besir. Yani halim, yani yuvaş dediğimiz o bizim yuvaşlık dediğimiz selbi tarafı yuvaş emas. Yani Allah Teala nayet ağır besir aldırmaygan müştah bir kıldıgan nime uzat. Aldırmaygan kızat oğalık için Allah Teala aştah bir hatta iş basımı. Bu dünyada apırt bağışlık kıldığında hep ya biri bilen olup ya ki bulmaydı tutsup getip ya biri nim kılmaydı. Qınmay aştaq ağam için uzun kıyvetli bir mezgin üzerinde eğer ma dünyada olmagan bolsa o dünyada nim kılan gap aman mening aldım kelgan bo'lgan ekan deb Allah Teala degan mushtaq katta zot bo'lgan ekan uni uchun qilib qo'ydi. Uçuk qilib qo'ydi. Shu an aştaq bir xato ishni qilib qolgan odamni o'zi darhol jazolamay, o odamni o'zi darhol musha xato bir ishga yoki musibatning o'zi yetmay mushtaq bu ishning o'zi mushu sababdan shu. Ya'ni uqubatni ta'xir qilishda shu uqubat jazoniki loyiq bo'lgan kishidir. Jazoni loyiq bo'lgan kishi uqubat nima qildi? Alloh taolo ta'xir qildi. Ashta erkakman desa unmay iddati chiqmay turib tiyib olgan. Yoki erning o'zi iddati chiqmagan bir ayolning o'zini ashta qichiqlab u yerga gap qilish orqali o'zicha ev olgan. Mana nikoh qilib ev olgan bo'lsa, u ashta bir gunoh. Undan boshqa nikoh qilmay ish pastatish mushtaq bir gaplashib yoki mushtaq qilib yoki cho'ng bir ish qilib qolsa, texim u nima u gunoh. Asli bu gunoh bo'lgandiki, buni qarta Allohning azobi jazman ishtikchi bo'lishi kerak. Lekin Alloh taoloning halim degan bir sifat bo'lgandikin, mushu sifatga asosan nima qilmaydi ana ishtikchi jazo olmaydi. Jazo olmaydi, uchinchi ashtakchi qiladi. Uni qarab Alloh taolo mush sifati ekan deb uchadi qilib Alloh taolo hozir qilmaganlik deb unda Allohning oldiga bormaydigan deb unda bir ishni qilmoqni deydi. Nechog'ini qilmoqlar deydi. Endi İslam dinimizde ölüp ketken ayollarniki iddetin işi aldığı dersimiz degandek 4 ay 10 gün. Bu işinki üzeri bir ayolga nispeten en ersiz yani çidaydigan vaqtiniki cheki 4 ay ekan. 4 ay ekan. Bunu qarta Ömer radhiyallohu ta'ala anhu o'zining qizi bo'lgan Hafsada yo'l so'rab ashtab bak etgan ekan. Bu en yuqori shu ekan. Erning mushu. Erning shunda bo'lgan shu Ömer radhiyallohu ta'ala o'ziniki askarlik mujohid bo'lgan askarning o'zine 4 oyniki o'ziga 4 oy askarlik qavaqchida bunga o'yga berishga ruxsat bergan. Bunga o'yga berishga ruxsat bergan. O'rgangadiki andiki bu 4 oy her 4 oy bir qator oilasiga berib yenib chiqib ketgan. Şu an ayollarniki o'zimi eri o'tib ketgan ayollarniki o'zini 4 ay 10 gün deb 10 günni ziyoda qilishning o'zi texim musakkamlason deb ayol yurib ketgan erniki haqqi deb buni hurmat yusidan mushtaq uni vafo qilish yusidan mushtaq qilsin deb bu 4 ay 10 kun belki sababchi bo'lishandi. La junaha alaykum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariida ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتدر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. Günah yok. Sizge hey erkişler. Kaçaniki sizler ayallarını talak kısanlar. Mene talak kısanlar. Kandak vaktinizden anda bir vaktin yüzüdeki nimukımdan umuğa
silmadinglar. Ya'ni jinsiy munosabat çok qilmadinglar. Jinsiy munosabat qilmay turib epsidan, hamma narsa deyishibsidan. Deyish orqali o'chaningizda bu ayollarning hech qanday jinsiy munosabat o'tkazmay turib, o'chaningizda bu ayollarni taloq qilsangiz, shu chaningizda taloqlashib tushib ketdi. Bu chaningizda nima emas o hech qanday gunohchi emas. Deydi. Endi tamussuhunda degan gapning o'zi madamiki o ayollarning o'zini nikoh qilib epsidan, lekin uni silmabsidan. Bu Qur'onniki qo'llanayotgan bir nemisi talaffuzi, bir odat. Odatning ichida bo'libmi er ayol o'ttirsin o'zida uch demaydi. Uniki ishoratdan yoki uniki lozimi yoki manzuminiki o'zini yoki kinoyatdan mushtaq gapni shu qilgan gap. Endi massa yamusu degan nima gap? Massa yamusu degan gapning o'zi bir narsaga bunday tegib silatsa, o'chanda nima deydi? Massa deydi arabchada. Silidi degan gap. Masalan, shu masning o'zi masih qilganning o'zi massa. Nima qildi? Masami deydi. Masaga bunday qo'lma tegib kelsa, bir narsa qilgan bo'lsa massa bo'ladi. Unda bo'lgan er ayol ikkisiniki o'ttirdiki shu ishniki bo'lish uchun ikkisi badan silishidi. Silish qandikin bu silish lozim. Lozim bo'lgandikin unidiki manzum bo'lgan ish keladi. Ya'ni demak, madamiki silma sağlar degani, madamiki bir ayolni epsilar. Agar vaqt o'zida o'chani ishkan o'ttirdi oldim degan gap shu ish bo'ldi, halol endi degan gap. Shunda bu turg'un o'chanizda ishkan o'ttirib bir voqea chiqib qanday bo'pti? Endi yuqorqi oyat o'zida o'chada elib unidagi bir qancha muddat uy tutib yoki bir qancha yil anidekin aslida bu taloqning o'zi turuvchi emas. Nima emas? Durust emas islom dinimizda. Bu chunki bir ayolniki bir yerga o'tib kelishniki o'zi, mana o'ziniki ixtiyori bilan, har ikkilisiki maslahat bilan, oilasining maslahati bilan, shunda butkul jamoatniki men guvohlik bilan bo'lgan bir ish. İşi olğandaki bu itibardan ikkisiga qanday ekanliginiki o'zida bu yerda nima ma'lum bo'ladi. Ma'lum bo'lgandikin men bu itibar bilan ham Alloh taolaning gapini oyat elib ochta degandikin oldim tagdim deb bunda qandiki cho'ng bir voqea. Unda bo'lganki buning qarta u er bilan ayolniki ajrashib ketsa hazgiz mumkinchi emas, to'g'ri emas. Shuning qarta men bu yer xristianlarniki, yahudilarniki e'tiqodida meni ashtaq ikkisi aktiv qolsa o'chani nikoh qilib ajrashish qat'iy bo'lmaydi. İslam dinimizde insanlarınki tabiati müştah bir iş, bir aciz bo'lgan bir iş bo'lganligi uchun buniki nimasi asli bu ubdan emas. Şu bu bir mubah bir iş. Shundoq bo'lsa Alloh taolo bu mubah ishning o'ziniki eng sat ko'rgan bir ishning birisi nima? Taloq. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam deganidek shu. Shuningdek yana halol bo'lgan mubah bo'lgan ishning ichidagi eng muhim bo'lgan ish nima? Taloq. Taloq shu bo'lgan gap. Lekin Alloh taolo buni nima qildina? Buning uchun dushman ko'rdi. Muşundak bolsunmu, lekin yuqorqidek aşta bir ishib qolgan bo'lsa, aş vaqtning o'zida men nikoh qilishib, undan uy kirishib bir qancha balvoq bo'lishib yoki bir qancha oy yoki bir qancha kun o'sha qilib qolsang, aş buncha qilsan. Ammo undaq bo'lmay, ikkisi oldim tagdim deb nikohni qilishib, ondan nikohni qilishib, undan shu nimani berib, mushundaq to'yliqni berib, aşta qilib, undan ikkisi bir yer kirishniki oldida ajrashib ketgan shubdi. Acilishib ketgan shu voy bu nikoh degan gapning o'zi nimati? Shu jinsiy munosabat qilishdi degan gapdi. Unda o'g'andikin er bu shundoq deydi, ayol bu shundoq deydi. Degandiki bu ish bo'lmay, mushtaq qalamliga bo'lmaydi deb qasangiz shu bo'lmaydi. U nima? Mana shu vaqtning o'zida har nima erlarga bo'libmi, ashida bir ayolni elib, ashida uyga bir yer kirishniki oldida, ya'ni jinsiy munosabat qilishniki oldida ashida bir ajrish bo'lib ketibdi. Bu ketgan bo'lsa, sizga nima yo'q, o'shangizda hech qanday bir gunoh bo'lmaydi deydi. Endi maqratning o'zida madam tamussuhunna deb nima va meni shu qiraat bor. Yana bir qiraat deydi Imom Suyuti madam nima tumassuhunna massa yumasu tumasu bo'ladi. Unda o'nkin madam tumassuhunna unda madamiki silashmışsanlar şu erler şu ayollar birden bedelli silishib, yani jinsiy munosabat unda qilmagan vaqtida ayollar bilan şu ayollar ajrashib ketsanlar, o'sha taloq qilib o'sha qolsanlar, o'sha hech qanday bo'lmaydi, gunohchi bo'lmaydi. Ya'ni tumassuhunna yoki tamussuhunna deb kelsak, tujamiunna. Ya şu erniki o'zi şu ayollar jinsiy munosabat qilmabdi. Qilmay turib, ikkisi bir yer kelmay turib, ashtanim qaytibdi, o'sha buni qo'yib etibdi. Endi islom dinimizda nikohniki o'zi oldim degan gapning o'zi
Taqdim degan gapning o'zi ikkisi bir-birisiga shu ishni qilish halol degan gap bo'ladi. Halol degan bo'lganiki shu vaqtning o'zidagi shu ishniki o'zi qilsa u nikoh, ya'ni vaqti bo'ladi. Ammo buniki qatorda bir nima shu ish bo'lmay turib, yana ikkisiga o'zi ayrim bir yerda turib qoladi. Mesela ayrim bir yerda, yani 15 minut, yarım saat ya o'ziniki tutgan uyda ya boshqa bo'lib qolgan bo'lsa, bu ikkisini o'tirda ish bo'lmagan bo'lsa-mu, u chog'imizda bu ikkisiniki o'tirda bu ishchi bo'ldi deb nima qilamiz, u chog'imizda bekitimiz. Bu hukm jihatdan muhtachlik qiladi. Ya'ni shunda ish bo'lmay turib, ashta nuqatni qo'yib etibdi. Agar u chog'da shu ish bo'lib turib, u chog'da bu odamni o ayolni qo'yayotgan bo'lsa, u chog'da u nikohni nima olgan to'yliqni hammani shu berdi. Yetuvan shu keldi. Onun berdi. Ama ma'noda ikkisi bir kelmay turibdi, ashtaq masalan to'yda ashtaq vaqir birdan buzib ketdi ya. Men mushundaq bo'lgan bo'lsa, u chog'da bu nima u durust talab qilsan. Yoki farz baketmaslar shu ayollarga bir farz baketilgan nima to'yliq. To'yliqni o'zi nima qilmasa baketmasan. Baketmay turibdi, anadagi nima qilib ajrashib ketibsan. Ajrashib ketgan bo'lsang, u chog'ni talab qilgan bo'lsang, u chog'ni nima durust. Durust. Durust bo'lgandikin ikkisi bir yer kelmabdi yoki bir nimani yoki to'yliqni o'zi bir yerga uni rasmiy manchak deb baketmabdi. Baketmagan vaqtda shu chog'ingizda ayollarni qo'yasang chatoq yo'q. Ya'ni bir mehrin deydi. Farizatda degan nima deydi? Mehri degan gap nima? To'yliq. Bu arabcha gap mehrun muhurun deb atiladi. Bu mehrun degan gapning mehri degan gapning o'zi bu arabcha gap bo'lib, bu to'yliq degan o'yliqchi yo'q. Undan keyin bizningki Uyg'ur tilidagi to'yliq degan gap bilan mehr degan gapning har ikkisi asli bu nima bir gap. Lekin buni urf odatda mana mehr degan gapni o'zi Uyg'ur tarjimasak to'yliq degan gap bo'ladi. Yani iştibat qilgan gapning o'zida mehraqqa degan gapning o'zi bu nim bo'ladi ekansa urf odatning o'zida shu rasmiy shariy tarafdan bekitilgan ya beradigan nima ayollarga erni beradigan narsa. Bu to'yliq. Ammo nima u mehraqqa degan shu tushdi ekan. Ammo to'yliqi deb uni boshqa bir binoga chiqarib berdi bular. Bu nerede tepgan qayda? O to'yliqi boshqa emish, o mehraqqa boshqa emish. Asli bu ikkisi bir. Unda o'ylanki buning qarta şu an ayollar tarafının o'zi bu erlarniki o'ziga bu ishning o'zi tijorat qilish, pul tepilish maqsadidan o'xshagan mushta yomon niyatli insonlar mushta gapni to'g'dirib o'tirdi. Ondan adam nima deydi? Ha, buning o'zi islom dini mushta o'xshaydi deb islom dinidan mushta og'rindigan, xat bo'lgan bir ish chiqadi. Bunda bir ish yo'q. Ammo o'rbatda odatib ketibdi. U islom dinimizga hadidi ziyoda unda ishib ketgan nima bo'lmasa, ishta o'si u nima o'tir. Va masdaridir. Yani ayetki va madem tamussuhun nediki ma'nın üzü nima o masdar. Masdar degan gap nima degan gap? Yani masdarning harfi ikki. Birisi ma, yin birisi an. An deb o'qidik ana. Yin birisi lav deb keldi. Undan keyin bu masdar bo'lgandikin ma'niki o'zi kelgan fil muzarining o'zini filning o'zi masdarga aylantiradi. Nima degan gap? Sizga gunoh yo'q, qachoniki ayollarni taloq qilsanglar, nim qilgan vaqtida jinsiy munosabat o'tkazmagan vaqtda. Fi adami nima? Fi adami jimohinna. Ya'ni shu ayollar jimo qilmagan vaqtida. Jinsiy munosabat ya tamassuhinna. Ya'ni bir-birisiga silishib, undaq bir badanni silishib, ya'ni jimo qilishib bo'lmagan vaqtning o'zida degan nima bo'ladi? Zarfchi bo'ladi. Men bu zarf emas, zarf zamon bo'ladi. Uçalıda mesariye oldu ne? Zarfçu oldu. O makançu emez. Yani cinsi münasebet kılmağa vaktimizde. Nikah kılıp etsen ama cinsi münasebet ya bir nersi muayyen toylukçu kılmasın. Yani ne diye gel? La tabiate aleykum. Fit talak zamana adamel mesisi vel ferzide bi ismin ve la mehrin fettalikûne deydi. Yani ne diye gel bu ise bu mushundaq qilib qilgan vaqtingizda siz taloq qilsang gunoh yo'q deganim. Ya'ni sizga hech qanday bir agish yo'q. Ya'ni nima? Ya'ni nimada? Taloqda. Taloqda masis bo'lmagan vaqtingizda va farz
nikah nimanikin mushu yillik to'yliqniki o'zi mehrin o'zini mana bo'lmagan vaqt o'zida taloq qilishning haqida sizga hech qanday bir agishib bilan keladigan bir ish yo'q. Nima agishib qilgan gunoh. Gunoh ishi agishib qilgan ish shu yo'q. Mana o'yna mehrning o'zi nima qilgan ish yo'q. Mana agishib keladigan ish yo'q. Endi bir odamning o'zi o'ziniki ayolning nikohini bu mehrini beketmay turib uçağınızda bu odamning o'zi bir yak kelmay turib taloq qilgan bo'lsa uçağınızda bu ayollarga nima qilish yo'q, uçağınızda mehr berish yo'q. Nima berish yo'q. Unda uni bu narsa yo'q deydi. Unda uniki bu ayolni agar xolisani taloq qilsang bo'ladi. O'sha urishib ketsa, beshib ketdim deb. Unda uniki taloq qilbatdanlar, taloq san bo'ladi, va matiyunna deydi. Endi bu yerda va matiyunna degan gapning peshida Imom Suyuti deydi, fatallik unna degan mushtahni va bir pilchu bor. Shu pilning o'zi va shunga nima u atfi. Unda uniki shunda bir ish o'g'avati shu ayolni taloq qilinglar, va lekin endi unga jinsiy munosabat o'tkazsa olgan mahrning hammani berib o'ttinglar yoki bu shar'iy tarafda xoli xilvati sahiy deb atiladi. Shunda bir ish bo'lmabdi. Endi uni otmagan bo'lganda, agar otgan bo'lsang o'zida antavali keldi, uçan yerimni o'ragan gap. Endi otmagandan keyin uçan ham mehr bo'lmagandan keyin uçanizda nima deydimde taloq qilsanglar, unga bahriman qilinglar ayollarni. Va mato bir shaklda ko'ngli xo'sh qilish manfaat olgan bir narsalarni ayollar uchun beringlar. Yani mutti qilgan, yani ko'ngli xo'sh qilgan bir narsalarni o'zida ayollar bir ko'ngli nima qilib, o'chalik ubdan qilib, xo'sh qilib, mushtaqil ishni shu qilinglar. Hurmatli o'g'illar shu. Bahriman qilinglar. Yani beringlar shu ayollarga, mana ayollarga bir narsa beringlar. Yani beringlar shu ayollarga unda bir nimasiniki, meni manfaat oladi shu ayollar shu narsa. Yani shu ayolning o'zi manfaat meninkan degidek mushtaq bir narsani shu beringlar deydi. Endi buni da qo'pib menda ajoyib. Buni da qo'pib, men bu narsa olmagandan keyin o'chal bishkim bir yer kelmagandan men hech qanday bir narsa bermayman deb o'chalingizda nikoh qilib o'tganda qilgandan keyin o'chalingizda buni qo'yayotgan vaqtda rost to'g'ri nikohman o'chal bir yer kelmadi. Undan keyin uni bir narsa to'yliq bir narsa deyishmidi, beketmagan hech qanday bermaydi. Lekin mushqata bermisin, lekin siz er bo'lishi e'tiboring bilan shundoq bir vaqtingizda shu ayollarga yana ko'ngil qo'shmoqda darisining miqdorini qo'shing qanchalik yetadi. Yetgan miqdorning o'zida yoki boymo yoki kambag'almo siz ahvolini qarab, shuni ayollarga mushta ko'ngil xo'sh qilish masalada unchib berib qo'yinglar. Undoq qilmanglar deydim. Va beringlar siz shu ayollarga, men shu ayollarning ko'ngli xo'sh bo'lgan narsa uchun beringlar. Mana berishingiz qanday qildi desa, alal musi'i qadarun. Mana boy bo'lgan odamning o'zgardiği vardır. Shu nima? Gay shu boy bo'lgan odamning miqdorchilik narsa shu berish kerak. Endi va'dal muqtir va turmushning o'zi tar. Ya'ni kambag'al odamning o'zgardiği vardır. Shu kambag'al odamning nima kuchi yetgan miqdori bordir. Unda o'lkin muhtaqchu beringlar. Mana endi urishib qoldik, andan hech qanday bir narsa olmagan, nikahni, to'ylarni bermay, hech qanday bir narsa olib bermayman deb unda chiqirib bu nima emas o? Bu ya to'yliq bir narsa emas. Lekin bu Alloh taoloninki beringlar deb berketgan bir nima amr shart. Ya'ni bu nima buyurgan bir buyruqki bu mubah. Bu nima mubah. Bunda qilib qolsanglar bu nima yaxshi. Buning qartan berishninki o'zida shu ayollarniki qandoq berib qandoq narsa qilish o'zida ayollarniki ahvoliga emas, erlarniki ahvoliga qarab shu bekitiladi. Nima qildi? Akli bekitildi. Bekitilib, agar ayol erning o'zi bayroq bo'lgan bo'lsa, buning qarta uchal mehrini bermagandan keyin chunki uningga bir yerga kelmagandan keyin agar ikkisi bir yerga kelib mushundaq yoki xilvat sahiy bo'lib, mushundaq bo'lgan bo'lsa, undan keyin ikkisi bir yerga kelib ketdi. Kelib qolgan bo'lsa, uchanizda mehrin deyilmabdi. Deyilmagan bo'lsa, uchanizda ojizib ketgan ish bo'lgandan keyin, buni qarta islom dinimiz bu ayol erning gadiniga mehri misl deydigan narsa bor. Mehri misl degan nima? Ya'ni shu ayollarniki, shu ayolning ayol tuqquni tarafdan bo'lgan yeshi, go'zalligi, yashayotgan shahri, men mushuni qarab shunda bir qizningki nima mehri haqqi qanchalik bo'lgan. Shuning o'xshini bergan gap. Shunga o'xshagan gap. Endi bu erning o'zi ayoldan nima qilmoqda uchun o'zida
Hem de onu ber desek, uçanın yerini ber desek, uçanın nikahını kılmakta, toyluğunu bek etmekte. Bek etken bolsa, uçanızda onu bozdu, uçanızda yerimini berdi, yerimini şu yüzü hep kalıstı. Bunda bir iş bulmagandı ki, bunun da hali olan, ayrım boğan, onuğa hediye edek. Uçanızda, ya ki toyluk nememez, u degan nima hadiya ko'ngli xush qilg'idek o'z eg o'g'idek ashidaq bir mato meni bahramand qilg'idek o'zing mulkim degandek binasi shu beringlar buni bergan vaqtida erninki ahvoli agar boy bo'lsa boydak bir marddak binasi shu bersin masalan uy yeb beramdi bu ish qilamdi o'zing ishi mana uning qarta agar kambag'al bo'lsa o'zining kambag'al qarta qanchalik kuch yetadi shu narsa bersinki o'shalda ayol qo'pib man endi bunda evoliman andoq qilish shu bo'lmaydi. Mene İslam dediğimiz ayollarga muşda gapni çok oldu. Mene muşu gapning üzerine bunu kim icra qildi? Kim qildi? Tövenden keldi. Endi bu yerda alal musiyi qadaruhu. Mene bu boy adamning gadini vojibdir, shu boyninki miqdori. Boylikning miqdori. Ya'ni el-Musi degan el-Ganiyi minkum. Sizning ishingizda boy odamning usti shu ishda qolmoqchi bo'lgan bo'lsa, o'shada bir yakanma yoki to'yni bakatma taqan bo'lsa, uning uchun muddiy shaklda ayollarga bir hadiya, mushlab binas shu kerakli beringlar deydi. Endi valal muqtari qadaru va kambag'al odamning gadini vojibdir. Shu narsa uchun kambag'allik miqdorichilik narsa vojib. Ya'ni shu berish kerak. Yani alal muqtiri degan gapning o'zi az-zikur rizq. Rizq nima? Tar. Yani tar degan gap nima? Rizqqa yakishmak tar ekan, yani kambag'al. Namrat. Mushta bo'lgan bo'lsa, uning qata qadr qanchalik bo'ladi? Masalan, bir kim bo'lamdi, yo binas bo'lamdi, yo 5 koy, yo 100 koy yoki 1 koy pul bo'lamdi. Mushta kuch yetgan bo'lsa, shuning uchun bersin deydi. Mana mening gapim unmagandiki taloq qilyaptim mana ashqil qandiki emas. Şu insanlık, ben bir mümin, Müslüman buluş itibardan Allah'a müştak tutup onun için bir iş gerek. Bunu kim verdi? Belki bağım belki. Kaderu diyen gapning o'zi deydi İmam Suyuti, yufidu ennahu la nazara ila qadr zawjati. Men bu gapning o'zi shuni foyda berdiki, jazman hech qanday bir shan, hech qanday bir qarash yo'q. Ayollarniki nimasiga ahvolga. Kadirga. Yani ayollarning ahvoli qarab, ayollar boy bo'lsa, erning o'zi men kambag'al bo'lamdi, boy bo'lam shuni bersin. Ayolning o'zi, masalan, namrat bo'lsa, erning o'zi kambag'al bo'lam, boy bo'lamdi, o'zi shu ayolning ahvoli qarab, o'chalik kambag'allik oz binas bersin deb uni qarash yo'q. Faqat bu masalaning o'zida ayollarningki ahvoli hisob qilinmaydi, faqat erlarning ahvoli hisoblanadi. Hisoblanib, erningki o'zi boy bo'lgan bo'lsa binas qata deyildi. Men boychi berish kerak. Kambag'al olgan bo'lsa, kambag'al shu berish shu kerak. Mana bu juma islom dinimizning hukmi. Mataan bil ma'ruf. Meni muti qilib beringlar siz shu ayollarga nimani bir muti qilib bermakniki u nim edi, ma'ruf edi. O'shanda mataan degan matti o'ning nimasi mastar. Yani bering şu ayolga bir bamahliki, bir muddiy shaklda bir bamahliki nima deydi? Ma'ruf bilan bo'lgan muddini bering. Yani bu yerda İmam Suyuti aytdi, matan degan tamti. Yani şu ayollarning o'ziga beringlar şu ayolga bir bamahliki tamti qilish. Yani uni muddiy qilish, ko'ngli xush qilish jihatda bu ko'ngli xush qilish nima bo'ladi deyna? Ma'ruf bilan bo'ladi. Ma'ruf bilan bo'ladiki sizning ahvolingiz qanchalik bo'lgan bo'lsa, siz shuning qarta ayollarning o'zini shuni qo'yayotgan bo'lsangiz, o'chani shuning uchun bering deydi. Mayadamda tantiq beringlar bir ma'ruf bilan degani shu tantiqimiz ma'ruf bilan bo'lishi kerak. Ya'ni shar'iy tarafdan. Shar'iy tarafdan bekitilgan bir nima ma'ruf ish bor. Islom dinini to'nilgan. Şu naskerahning o'zi nim qilinglar, uni beringlar dedi. U qavm, yani boyning o'zi boy, kambag'alning o'zi kambag'alchilik shu berish. Endi sifatu mataan haqqan dedi. Mana bil ma'ruf degan gapning o'zi shar'iy nima, shar'iyda tunishular degan gap. Ham bil ma'ruf degan gapning o'zi nima sifatdir. Nima sifati? Ma'rufdir.
Yani nima matan. Yani bir mata bir ko'ngli xush qilish, mutli qilish, yani bir hadiya bir shahatdiki u naskaran o'zi bo'g'ichidi nima bilan ma'ruf bilan. Yani ma'ruf bilan mudoqchi bo'lsiz. O'shaningizda matoan bil ma'ruf degan gapning o'zi bil ma'ruf jar majrur uningki mutaalliqi nima mahsub. Chunki matoanniki yenida bir sifat nima u yer mahsub. Mahsub bo'lgandiki shu mahsub bo'lgan narsa nima? Matoan koinot bil ma'ruf yoki matoan mustahiqqan bil ma'ruf degan gap bo'ladi. Unda olkin bu bil ma'rufniki o'chamizda mutaalliq bo'lgan o'sha mustahiqqan yoki koinot degan gapning o'zi nima? Uning mutaalliq bo'lgan u yo'q bo'ldi, mahsubchi bo'ldi. Unda olkin bil ma'rufning o'zi haqqinga sifat bo'lishiga sababchi shu. Bo'lmasa bil ma'ruf bu fil bo'lgan vaqtida matoan degan ismga sifatchi bo'lamaydi. Bo'lamagandan oniki muqaddir bo'lgan mutaalliqi mahsub bo'lgan ashuna sifatlanadi. Ya'ni degan gap şu mutli qilib bergan narsa ma'ruf bilan bo'lsin. Ya'ni ma'ruf bilan bo'lgan mutlini shu ashtaq shaklda beringlar ayollarga degan shu gapda. Sifatu matan. Bu endi bil ma'ruf degan mataning sifatidir. Haqqan Mana mutli qilib beringiz shu ayollarga sizlar yalaqi shar'iy tarafdan bekitilgan ashu narsa bilan mana nima muttasib bo'lgan narsa bilan o'zicha ashtaq tamti, ya'ni hadiyalik bir narsa shu beringlar. Berishinglar nima edi u? Jazman bu narsalarni o'zi men nima qilaman uni haq deb shu bekitiman. Haq deb shu bilaman degan shu bo'ladi. Endi mayada haqqa degan gap sifat soniydir. Bu matoan degan gapning o'zi bir nima dedik uni? Bu yalaq sifat soniy dedik. Ya'ni o mataki o tamti bil ma'ruf bu şer'an o nimadir o sifat dedi. Yani o tamti ki hak edi. Yani onunki üzerinde aşu mutli şekilde yani hediye bir şekilde üzerinde verilgan narsanın üzeri nimadir o hak. Hakniki üzerinde onu beğenmişçi bulmaydı. Yoki masdar muakkat. Yoki masdar muakkat olsa haqqaniki üzeri mataning sifati dedik. Yoki olmaydi o masdar muakkat. Masdar muakkat degan gap bir masdar mutlaqki uniki o'zi yuqorki asho o'ziki omil bo'lgan narsalarning o'zi nima qildi uchalmizda buni kuchlantirdi. Ya'ni yuqorda nima dedi Alloh taolo va matiyuhunna dedi. Va mutiq beriniz shu ayolga, ya'ni shu parava shaklda shu ayolga beringlar, bir narsa shu bering. Nima mutini, tamtini shu beringlar. Tamtiniki u tamtining o'zi nima haq edi. Haq edi degan bo'lgandan aslida uni beringlar degandan amr chiqqandan bu yerdagi amrning o'zi nima? Jazman uni shu qilish kerak. Qilish kerak bo'lgandan bu yerda haq degan gapning o'zi oshadiki osh masdar bo'lgan osh narsaning nimasi o ta'kid bo'lgan bo'ladi. Chunki u yerda haq deb beringlar deb buyruqqandan uniki buyruqniki o'ziga amal qilish nima haq. Haq u nima rost uni jazman qilsak bo'lmaydi. Degandiki buning mazmun ishidagi ma'noning o'zida bu haqqaning o'zi ochiq oshkor deydi, uni nima qilgan bo'ldi, uni kuchlantirgan bo'ldi. Biz bunday shu ma'ni shu aytamiz. Ya umaydi, haqqan degan gapning o'zi hamda yo masdar muakkid. Masdar muakkid bo'lgan chog'da uniki omil nima bahsub. Ya'ni uyiqo yoki nuyiqo haqqan. Biz bu shundoq bir ahvol qanday qo'ygan bo'lsa shu erning o'ziga shu taloq qilayotgan ayolning o'zi masalan uniga nima qilmabdi, uniga mehr haqi bermabdi, bir yer kelmagan bo'lsa uniga shundoq berishning o'zida men haq deb nima qilaman qarayman. Haq deb shu qaraymiz. Bunda qarashning o'zi kimga nimadir? Muhsin ish qiluvchi qon kishilardir. Chiroyli güzel ish qilsam bo'ldi. Mening axloqim, muarkitim, muomalam, dinim, iymonim, islomim boshqa güzel bo'lsa degan odamning gadiniga bu ishninki o'zini ashdan mutli berib, shu ayolning o'ziga paravon shaklda o'zi turmushi qog'ilgidek, uni ko'nglimda ash bir ish olmay, ashda sunudamdi. Qo'yib atgandagi ko'ngli og'ridi, yerim bo'ldi. Yeri bo'lganligi ko'ngliniki o'zi bir oyab, uni bir nima qilish tasalli berish yuzidan bunda bir ayollarning o'ziga ashda bir hadiyadek bir shaklning o'zini bunun için açtaçı bir ana. Bunda berişninki üzü güzel ahlaklık, güzel işli kılan, güzel insanların üzü bununki geldiğini neyme o muhim, per. Bunun için kılışı kerek deydemdi. Yani muhsidin hep Allah Teala'nınki emri boysungan kişilerge deydemdi. Yani bu yerde sahabeninki devri şuda bir iş yok diken.
Bəyə vaxtida bir yerdən bir ayan etgəndə, epla şununa qandaq oldu nikahı bir toylağını deyişməkdir. Deyişməyini apırıb bir yerkəmə kuyvetibdir. Kuyvetkəndiyken apırıbla bu ayələrin üzə şununa ayalğa bir nəs verirkən. Bəgəndiki başqalar, "Ey sen neymiş ki versə bu xutunğa, ya sen bir yer bir xutun bolmasa, ya bir nikah bir niməni toylağını deyişmisənsə, mən əmdim muhsinin qatarı bolmamdı mən. Allah Taala muştaq degan tursa, muştaq degandiki mən muhsin bo'lgan adam muştaq qiladi. Güzel ishni qilgan, güzel insonlar muştaq qildi debdi. Men güzel bo'lgan ishni men qilmamdi. Men shu qatarda emasman degan muştaq bir rivoyat ekan. Undan buning qarta biz Uyg'urlarning ichida-chu. Uyg'ur xalqimizning ichida eng xato, eng nima nachar odatning birisi shu bor. U qavm Mene bizimki çıkmadığını bilirdik. Hem de belki bilmezlik, cahillikten boğan buluşu mümkün. Hatta bir ayağının yüzüne acırışıp ketken bolsa bizimki vatan doğan deyip, nim kıl deyip, yüzüneki yalık atanısının yüzüne yotkan köprü, ekran bir adeti vardı. Adren kadar okumayız. Şu adetin yüzünde, şu vaktinizde şunu bir beğenmeyin. Hatta ki yüz ağan, mührü kim geçecek adı doğa uçağınızda. O pul bir şey yok. Şu kim geçecek beğenmeyin. Urp, tıllap, açlap, çıkırıp atkan, açlap bir adetler çok battı. Bir adet vardı. Hem de yine bizim vatandaşta iş yok emasman buluşu mümkün. Hem Uygurların işini müştah buluşu mümkün. Ondan için muşu ahkamın üzü Kur'an-ı Kerim'de var. Kur'an-ı Kerim'de boğan iken ben bir mümin, Müslüman devatkan erinin üzü bu vakti üzde kandak muamele şu kılış gerek. Bunu bir oylap bakışı gerek. Mene emel kılmayı kevatkan bunu bizim Uygurların işine en mühim boğan meselelerdeki birisi benim muşluğun ibaret. Bulup bu ayal otursa da, bulup bu erniki ayallığa naci zotalı kılıp zulüm kılgan, hakkını beğenmeydiğen, haksızda aşıdak kavadılgan naci nime hata işlerinin üzücü naci çık. Bunun için resmi undak adamların üzü, ben mümin Müslüman degen, ben mümin Müslüman desmeydim. Uçağımızda bu adamın üzü resmi oynayıp bunun deyken ki üzündeki hayatını kandak kılıç derisinde bunu oynayıp bir iş yok kılıç yok gerek. Mine, muşundak tutsuman, Allah Taala ne deydi o? Siz o ayallığa benim aşındak mutlu bir şekilde. Yani konu hoş kılgan bir hediye bu neme emas, toyluk emas. Ya ki bu toyluk emas, bunun karşılıklı toyluk kılgan bolsa o makul bir yakıp kalgamız hem bir vadı da. Uça bir sınıf ilişki bulmaydı. Şunu da uça toyluk diyen bolsa dilga vaktin üzerinde. Dilga vaktin üzerinde andık bir yakeme kuvvetken bolsa uçağınızda yerimini verdi. Yerim bir iştigen bunda bir iş bulmağındaki uçağın ne bileydi Allah Taala şu ayallığa hediye bir şekilde açtak bir neskerahın birinde doğdu. Bu nime? Allah'ın sözü Kur'an. Hem de kopup İslam dinimizde hazıremde yani tövbe ayallığa kandak oluşun hem nimi kıldı. İslam dinimiz ayallarını anda kıldı, manda kıldı deyip, kalan Yahudi ve Hristiyanlar dinideki kişilerin yüzün ayallarına kızdırgan, kandak muamel kuatkallık doğru dinigen gepsin özüne, İslam dinimiz bunu şu tanıvadıdır. İslam dinimiz ondak şu emez bile. Muşunda kanun kayadı ba, muşunda kanun yüzü ya Tevrat İncil'de ba mı? Ulanınki şu ayallığı boğan posi kandak. Kandak hemimiz bilimiz. Teki emzak, bu Hristiyanların üzeri teki şu ayallarını ayalda kömək. Onu ne çıkata yığın içip bu ayallarını insan deyimiz demeyimiz bir de. Muşundak derece olup. Hatta ki insan ayallarını yapkış hakkı yok deyip. Aşı ayının üzerinde ağzına taş tıkıp koyup. Hatta ki o ayalının yüzündeki balistek kolup satsın ben diyen derece şundak beyraklık. Şundak da yakın zaman geçecek. Yakın zaman geçecek. Şuna birlikte tekin. Ayallarını bir ağam pettim, erinin şunda önem kısmı onu acı şarkı yok. Tekin, yakında bir kanşı bir devletlerindeki tekin, şunda kısmı olanlık ağamda hükümet arşip kılıklık. Lakin şununki dini şuna itikat kılıklık. Şuna ulada şu eptege dağın işin üzeri kanunluk bulmasın. Kanda jürilerine nikahsız işkisi oturdu aşık meşrukta yürüşüp, işkisi oturdu zinadı bağın harıp balı varıp, yani uçağınızda erde koymay, kutun koymay, kimin konu tassa şu kutunun kaşıgan, kutunun yüzü kimin erini tassa müştak ketiş arkak, yani ailenin çüküşü, ailenin veyran buluşu sebepçi muşu. Nime muşandı? Muşundak haksız, muşundak zotalı kılıp zulüm kandıyken, bu cemiyetin üzerine ayallah ses kirip, tekil olmaydıgan, müştericici bulukluk kandı.
وَاِنْ تَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلَ تَمُسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَزْتُمْ لَهُنَّ فَرِزْتُمْ فَرَزْتُمْ. Ve eğer talak sana şu ayalların üzerine çadak kısın. Şunun aldığı şu ayallarla cinsi münasebet yetkisi aldığı için talak vetifsin. Aldım tertip depto, lekin bir yakemmetto. Va'dul ki cezmen mene bektifsizler şu ayalga nemene bektilgan mehrin üzü bektil poptu. Mesela men ya 2000 ya 3000 dep bektil bolgandan keyin uçan ikisi bir yakemay aldım maltak dep aş vaqtida ayallarning üzü talak qilmoqchi bo'lsan. Talak vetifsin. Şu iş bu ketdi. Bu qolgan bo'lsa uçan nima deydi Alloh taolo? Panisbu ma parastum. Unda vaqtkin birlemasniki yerimidir ki pers qilib muayyan qilib uni nima qildinglar? Baketdinglar. Mehrining o'zidan qanchalik baketgan bo'lsanglar, shu mehrining o'ziniki yerimini sizniki gardiniga shu ayolga berish nima vojib. Nima vojib? Ammo u ayoldan zodi bir yer kelib yoki sahiy qillati sahiya bo'lib mushtaq qilsa zodi hammani bersiz, o ish kim bir yer kelmagan qo'yib ish bo'lmadi, bir yer kelgan bilan desimi u chatoq yo'q. Kelmagan bo'lsa, bir ish bo'lmasa sizning ishingiz yo'q. Nima qildi? O'zini topshirib, ayol qizning o'zi siz nima dedingiz? Ma'qul deb keldi. Kelgan bir uy kirdi. Yarim soat yerim bo'ldi. Uni urishib qoldingiz. Uniki ish bo'lmabdi. U hammani topshiribdi. Uch chatoq udi emas, sizda. Siz o'sha ishni qilolmagandan keyin, bo'lmagandan keyin chatoqsiz bo'lgandan keyin hammani tushib bersiz. Nimani? To'yliqni hammani berib deymiz. Ammo shunda bo'lmabdi, ammo qo'yib etibdi. Qo'yayotgan bo'lsa o'chanida erning gardiniga deyilgan osh nekka nimani to'yliqni o'zini yermini tushib berish kerak. Yani birimizin yerimiki farz kılındı, farz oldu o narsa. Yani vacip oldu ayollarga, ayollar için bir farz olgan vacip olgan bir narsa vardı. O nima? Muayyen bekitilgen mehrimen mehri. Ve kaydıdı sil üçü yerimi. Yani yerimi farz kılıp bekitilgen ayollarga, andikin 1000 koy olgan bolsa, 1000 son olgan bolsa, onunki yerimi olgan 500 ayollarga 500 şu silip kaydıdı o. De başta çok deydi. Lekin şu ki epokgay şu ayallar. Ayallar epok etipti. Nima depti? Ayallarınız buptiyamen emdi. İşkimiz bir yerge kemirip o iş bulmagandı ki men 1000 koy ya 10 koy bilet diş buptu. Diş boğandıkın uçaldılar. Amma dep mertlik tutup bu ayalın üzü. Bunu ben hemen ammayma buptu dep hemen üzüne akıl bir vatkan bolsa uçalınızda bu çaldı onu asanlar o adam. Yani uçadı yani ayalların üzü ne kıttığını epokuttu. Onu olan şu ayalların üzü onu için terk edipti. Erlik için terk. Allah sen dep terk edipti. Hem de yapuna diyen yapınızı yed'une. Yed'une olup yani daha yed'ununki üzü bu nime o naqsvavi. Naqsvavi'nin oğlunun nesara yansurdu babıdan boludu. Uçad yap'une. Yap'une oğlanıkin bu cemi muannes nim boludu. Cemi muannes gayipnin katardan boludu. Mesela nime yapu, yapvani, yapune. Onda oğlanıki bunun tahsildeki zimir şu an zavcat tep muannesi yandırdı diyen yapçı yüzü şu. İlla nime eyyafune diyen yapnısı en hurup nasip. Nima huruf nasba. Yani muzari kirgan vaqtida muzarining oxirgi harfini zibar qiladi. Lekin bu nunninki o'zi bu yerda qo'shilgan nun olmasdan bu muannasning asli nimasi u harfi. Harf bo'lgandan keyin bu jami muannasga kirgan vaqtida fil muzariniki o'ziga an o'zi tushib ketmaydi. Ammo unidan boshqa tasni muannas nima tasni jam'in shuningdek muannas g'oyib muannas muxotaba kirgan vaqtida bununki nununu ketdi, çüp ketdi. Qanda mesela yazribani nimeti nuntan yazriba deymiz. Yazriba. Yazribu neti nimeti andayken deb iştaçı deydik qanday. Yazribani deydik bunun üçün çüp ketdi. Ama bu yerda nun düşməsiga çünkü o nima nun sabit. Yakomaydı epoqay anda bir adamiki o adamning qo'lida bordir, nikahni chiqish. Nikahni chiqadigan odamning qo'lida nima qilibdi uni apok etibdi. Ya'ni nikahni chiqadigan odamning o'zi uni shu apok etibdi. Nima qilibdi? Akishingizni bo'ptiyandi. Hech kim bir yakamisa ammo men muayyan deyish bo'pti. Mesela 10 ming so'm yoki 5 ming so'm. Ana bo'ptiya odamni beryapti. Degan bo'lsa, uçağınızda ayollarning o'zi hammani qilibdi, uçağınızda ipdi.
uçağda asıcı bu halam. Ya komaydı, ayağının yüzü buptu ya, ben anmayma bunu, buptu bu şu adam, çapadamış takkatkan diye, yüzü sahip buludu kendip, uçağda ayağının yüzü, o neyse anmay, hemen bir vatkan basıp, yüzü asıcı uçağım oldu da, tanrımızı adam oldu. Endi bu yerde deydi, bir yerde okutatın nikah degan gap, yani o adamın qo'lida bordir, nikahınki chigish var. Degani, yani kimdir o? Zavjir deydi, er kishi. Chunki nikahni chigish va taloq qilishniki haqqi kimda? Erda. Qandaqki ayollarimizni aqonchma taqdim deb kesimi muzor mazimazini ishlatib, akishimizni oldim demiz bo'lmaydi. Shuningdek, akishimizni aqonchi oldim desimi, ayol kishimiz taqdim demak og'zidan chiqmagan bo'lsa, ixtiyoran har bir chu bo'lmaydi. Taloqmi shu? Taloqniki o'zimi erniki haq bo'lgandan keyin endi erniki o'zida ayolning o'zida ayadi men taqdim topshirdi degan erni oldim degan gap bo'ldi. Buni bilan andi chigilgan bu chigishning o'zi erni va qo'ziq. Unda bu itibardan erning qo'lida nikohniki chigish haqqi olib qo'yildi. Taloqmi shu? Taloqning o'zimi erning haqqi. Erning haqqi bo'lib, haqochi erniki ayolning o'zim taloq qilib, vaqirab, joqirab qilsin, taloq bo'lmaydi. Faqat erniki o'zniki ixtiyoran og'izda shunda chiqish kerak. Yosh taloqning o'zi uchib bo'lgan gap deyish kerak, andan keyin chiqadi, taloqchi bo'ladi. Andan keyin terk etadi, o şu ayolga hem nim qildi terk etadi. Ada bo'pti deb, ishlikdan deb ashtacha bir oldi. Mana İbn Abbas radhiyallohu ta'ala anhu rivoyat qilibdi, velidir. Veli qachoniki bo'lsa, mahjur bo'lgan bo'lsa, past, haraj yo'q, ashlandim yo'q, haraj yo'q debdi. Ya'ni erniki o'zi nima bo'pti o'chog'da mahjur. Yani mecbur olup ketdi. Yoki velining o'zi mecbur olup qolgan bo'lsa, uçan bunu mecbur. Yani mecbur olup qolgan bo'lsa degan gap ashta amız bo'lmaydigan ya tark etmiz bo'lmaydi ekan. Uçanızda ashta qolgan bo'lsa, uçanız shunday shaklda ya u ya bu olgan bo'lsa, uni hech qanday shu bo'lmaydi deydi. Yani bu yerda veli degan gapning o'zi bu yerdan de ash bu yerda uqtatun nikoh degan gapning murod ikki. Bu yerda anda bir kişiki o kişiniki qo'lida bordir, nikohniki chigish var degan gap kim? Bizdeki Hanefi mezhepte, İmam Şafii qatorliqlarning mezhebida bu nikohni chigildigan odamning qo'li er bo'ladi. Ne bo'ladi? Erchu bo'ladi deydi. Erning gapi bilan chigiladi, ikkinchi bir odamning gapi bilan chigilmaydi. Ammo boshqa kishilarniki İmam Ahmad, İmam Malikniki mezhebida ayolniki nima bilan valisi bilan nima erniki gapi bilan emas, uniki valisi bo'lgan qizniki ayolniki valisi bo'lgan shuni bilan chigiladi. Unda o'nkin şu eğer aşı valisi bo'lgan odam o'zi anim qattiq uchoqda bo'pti ben ammayman desa uchoqning o'zi puchuq bo'ladi debdi. Shunga mayada imom yalaq Suyuti imom Malikning gapini debdi, imom o'zi nima deb o'sha. Yani vali bo'lgan degan gap erga nima ayolga egitochilik qilgan ayol nima er degan gap bo'ldi. Qachoniki mahjur qilib, majbur qilib. Majbur qilsa uchoq qilmish bo'lmaydi ekan. Uchoqda qizvalniki yoki egoga ayolning o'zi bilasiz demismi? Uchoq men uni qattim, uni tark etdim, yardım qatdim deb ashta desa, uchoqning hech qanday gunohi bo'lmaydi dedim. Lekin deydi Alloh taolo. Wa anta'fu aqrabu lit-taqwa. Endi her ikkisi apu qilsa bu bo'ladi. Apu qilib erning o'zi yerimni yoki nimaniki apu qilib uchoqda yerimni berish kerak. Yerimni berish ikkisi bir-birisi apu qilish yerimni ayol ya apu uni evet as bo'ladi. Yoki erning o'zi apu qilib ben ammayman deb olsa erning hammasi as bo'ladi. Lekin shundoq bo'lsin deydi Alloh taolo, va anta'fu aqrabu lit-taqwa. Shu ki sizlar uni kuchigaysizlar. Uni apu qilsizlar. Uni shu ammagaysizlar. Amba yaşında nesqalarning o'zida mushtaq qilishinglar taqvoga eng yaqindir deydi. Nima taqvoga eng yaqindir. Bo'lib erlarga. Qanda voy ishkil bir yakan bo'lgandan muayyak bakib bo'lsaqmi, uchoqda ana demay, bo'pti, men bir vaqtim deb ashtaq qilsana, bu odamniki taqvoniki ekanlikan Allohga yaqinlashishniki eng yaqin yo'limiz mushu. Mushtaq siz Allohni yaxshi ko'rasiz sizni, sizning ishingiz Allohga yaxshi ko'rgan ish uchun muvofiq bo'ladi. Unda olkin siz bu ishni o'zini mushtaq qilinglar. Unda qanday qilinglar? Voy oliman, toliman, tojish bunda qilmay, zodi uni
deyishib bo'lgandan keyin bir yerga kirib bo'lgandan keyin qat'iy bo'lmaydi. Endi ashtaq bo'lib qolsa shu vaqtida ammayman deb akishni o'zi mastlik tutib, o'shanda buni shu ammanglar. Bo'lsa ayolmi, buni mushtaqchi qilsin. Bunda qavaqsida har ikki bir tashib ishtishib bir taqsu taqim yaxshi undan ammaymiz bu ishni deb uni ikki bir yer berib olsa taqim obdan bo'lgan. Taqim obdan bo'lgan. Wala tansawul fadda baynakum. Va unutib qolmanglar, hey insonlar, sizlarning o'ttirindagi fazilatingizni unutib qolmanglar. Ya'ni unutib qolmanglar sizlar, hey insonlar, ayollar, sizlarning o'ttirindagi bir-biriga fazilatli qilib, ya'ni nima qilib o'chanda xayri ihson qilishning o'zini har kunchi unutib qolmanglar. Ya'ni deydi, ya'ni shuki tapazzul qilishsin ba'zinglar. Siz ba'zinglarga majbur emas, o'zi ko'ngildan chiqarib xayri ihson tariqasida rasmiy ortiq savob bo'ladi deb mushtaq qilgan bir nima ish bor. Mush ishning qilishning o'zi unutib qolmanglar. Nima qilmanglar, unutib qolmanglar. Mushda qilish orqali ishlar bo'lsinmi? Bo'lsa bir-birini ammay, bir-birini uytib etib, mushtaq qilish orqali ya uni boshqan va mushtaq qilib deb ko'ngilni yasab, bo'lsa shu ervoga adam ayolning o'zi bo'lsin, ubdan bir shaklda yo'l serib, mushtaq qilgani nima u yaxshi. Mushtaq qilib tursanglar, o'shada shu bir-birisi jik mushtaq qilishning o'zi undaqchu oyini buzadi. Undan bir-birisi apo qilishib, bir-birisi yaxshi qilishib, men ko'nglimga naqsam, mening erimning ko'ngli xo'sh bo'ladi ekan. Men daqsam ayolim xo'sh bo'ladi ekan deb har qanday ishni mushtaq bir-birisi qilib, mani qanday ani qilaman deb o'zi basishib emas, bir-birisi qanday qilsam ubdan qilaman deb mushtaq qilgan bir ish vasini o'ttirib bir yerga kelgan ekan, har kun bu ishni qilib qo'yishni, qilishning o'zini har unutib qolmanglar. Unutib qolmagan ekan, hattoki mush taloqniki ishya deb nikoni shu nimani to'ylikni o'zi bakatmaytib, mushtaq qavaqtida yana bir fazilatlik va bir-birini bo'pti deb yaxshi qilishni har unutib qolmagan. Bu bir mu'min musulmonning o'ttirisiga ayolning o'ttirisi ekan, men musulmonlik va iymonning nimasi qarindoshlik majburiyati. Bo'libmi, ayol oldim, tagdim deb bo'lgan ekan, ham ikki bir yer kelmagan bo'lsa, mahrim deb bo'lgan ekan, texim bularga texim bo'lgan bo'ladi, texim loyiq bo'lgan bo'ladi. Undan ekan bunu ishni kim qildi? İnnallah bima ta'malun basir. Jazman Alloh taolo sizlar qilgan narsalarni o'zini Alloh uchun ko'rib turibdir. Siz qanday qilasiz qani? Agar shuning asosan zulm qilib o'chanda turib anda qilgan bo'lsangiz, Alloh buni jazolaydi. Ya'ni shuning qarta Alloh sizga nima berdi? Jazochi berdi. Jazo berib, ko'rgan ishni Alloh ko'rgan ekan, siz qanday qildingiz? Ayol bilan ayol o'tirsizda. Ajishib ketgan vaqtida var-jur jari qilib, hatto kofirning ishini qildingizmi? Islom diniga loyiq bo'lgan mushtaqni qildingizmi? Qanday qildingiz? Buni Alloh taolo izniki tashqi sizlarning ichki va tashqini hammani bilib turgan ekan, ko'rib turgan ekan, buni qarab nim qildi andikin Alloh sizni mukofot berdi. Agar buni qarab minimati deb ashtab bo'zaq qilib erning o'zidan ayolning o'zi askil qilib erning o'zi vaqirib jaqirib tazminot olaman deb hozirgidekcho. Hozir qanday qildi? Hozirgi mana jamiyatning o'zida ayollarning o'zi shunday zo'tali qilib, o'ziniki haqsiz ashta ajrib ketishi o'zi ashta bo'lib qolgan vaqtida o'ziniki ashu olgan yo'q mersini oldi. Olgandan boshqa yine 5 yillik, 10 yillik. Shuningdek, mana qancha yillik bo'lgan ba'zilarimiz majbur oladigan ashta nima shu davochi o'ziga hokimlik tayinib. Mana buniki o'zi ig'ir darajada nima gunoh. Buning qartan shunday bir ishni bo'lib qolmaslik uchun musulmon bo'lgan men musulmon degan erning o'zi jazman bunday bir ishni bo'lishni oldish uchun oldi bilan ayollarga mushtaq qo'liz kelgancha mush ishni cho'q qilish kerak. Shu ishni qilish kerak. Uniki men qanday qilsam mayli ben nima qilib tashvatmay, uning qarta buning turmush qanday deb o'ylashib, men bir qancha kun, bir qancha vaqtning o'zi men ayol bo'libdi. Bo'lgandan uning qarta bunda qilmaydi deb o'zining ixtiyorini qilish. Buning qarta ayolning o'zimi endi bu fursat keldi deb botil qonunga tayinib, apir bu tazminot 10 ming, 100 ming, 1 million, 10 million deydigan bunda bir ishni qilishni o'zi nima haqsiz qozonch. Ya'ni haqsiz nima qilish, tepish. Bu haqniki yo'llar bo'lmoqda. Bu nima u to'g'ri emas. Buning uchun diqqat qilish kerak. Har ikki taraf bir-birisining o'zi mu'min musulmon bo'lganlik, uning boshqa ikkisiniki o'zi nima? Men ayol oldi hech bo'lmagan oldim tagdim deyish, buning hurmatini cho'q qilish kerak. Mana islom dinimiz mana ayol o'tirizdagi masalaning o'zida mushdoq nima qiladi o belgilaydi. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.